sizlarni vaziyatda primitiv hayot repertuardan chiqib ketdi. Hozir daraxtga chiqadigan yosh yigitni ko'rmayman. Jinnimi daraxtga chiqsa. Noto'g'ri narsa kirgandan keyin absolyut ishlab ishlamaydi. Даже nutq madaniyatlar ham rivojlana olmaydi. Hamda fast food, Coca-Colalar tashqaridan chiroyli ko'ringani bilan sizlar xohlagan chiroyli hayotdan juda tez uzoqlashtirib tashlaydi. Sen ham kamroq ye, ukam. Boygina semiz qizga uylanasanmi? U ham senga tegmaydi. Ambalku qanaqa farishta. Kim uylansin? Kim baxtsiz bo'lsin? U seni go'shti bo'ylaydi-yu, sosiskami, cho'ti kolbasani razmerida nima bo'laydi? Taslim bo'lish hissi hech qaysi sportsmenda bo'lmaydi. Orzularingni 200 ming so'mga baholama atlet. Eshik arava ham eksklyuziv bo'ladi, lekin Li, Gelenwagen, BMW hech qachon eksklyuziv bo'lmaydi. Motivatsiya o'lib qoldi, qachon o'ladi? Motivatsiya inson o'lganda o'ladi. Sizlar zal deganda Bifit narxi bilan o'lchamanglar, iltimos. Bifit kimlar uchun ochilgan? Eshikdek mehnat qilib, soqqani zo'r topib, mazza qilish uchun o'sha insonlar. Kontentimni boshlaganda даже eng yaqin do'stlarim kuldi bir ikkitasi. Hozirchi Hozir ham pulim yo'q. Rostdan, hamma pulim xotinim oldida turibdi. Nahotki shu erkakning xizmatini qila olmaymiz, ertalab turib 40 minutgina. Assalomu alaykum hammaga, shuncha vaqt ajratib kelganinglarga. Endi o'zim haqimda ozgina obyektivkani so'zim bilan tushuntiraman. Haqiqatda bugungi kunda fizически, ya'ni jismoniy mazza qilishlarimning sababi mentalni o'qigan bolaman. Qaysi ma'noda? O'zim universitet yoki o'qishda, maktabda 5 a'lo bahoga o'qimagan bo'lsam ham, undan tashqari juda ko'p izlanganman, juda ko'p o'rganganman. Mana shuni sababi bugungi kunda mana shunaqa bo'lishimga Xudo sababchi qilgan. Ya'ni ko'p videolarimda gapiraman, o'ylab qoladi ko'pchilik meni ko'rganda. Biz ham shu trenirovka qilsak shunaqa auditoriya yig'a olar ekanmiz-da. Yo'q. Gap trenirovkada emas, insonlarga trenirovka boshqa ish uchun kerak, rivojlanish uchun kerak. Hayotda mazza qilishimizga xalaqit bermasligi uchun jismonan baquvvat bo'lishimiz kerak. Chunki hozir IELTS 9 bo'lgan taqdirda ham ozgina yuragingizda yoki jigaringizda problema bo'lsa, hech nima yoqmaydi. Ana o'sha narsani qayta doktor tuzata olmaydi, qayta medikamentoz tuzata olmaydi. O'sha narsani tushunib yetganim uchun me'yorida bajaraman sportda. Har bir qilingan me'yorida qilingan ish insonga faqat plyus, hech qachon minusga ishlamaydi. Me'yordan chiqib ketganda hattoki kitob o'qish ham insonni jinni qilib qo'yadi. O'shaning uchun har doim billa olib ketganman. Men axranada ishlagan paytimda ishxonamdagilar ham ko'rardi. Faqat informatsiya yiqqanman. Bugungi kunda sizlarga shu informatsiyani eng qiyin narsa informatsiyani qaysi joydan boshlab yig'ish kerakligini aniqlash. Bu o'qish dargohi shunaqa, bu narsani o'rganib chiqish uchun yillar yo'qotganda Shahzotam. Bu o'qishdagilar ham, pedagoglar ham yil yo'qotadi. Bolaga to'g'ri yo'nalish berish degani vaqt yo'qotishlari mumkin emas. Vazifa shunaqada, trener ham xuddi shunaqa. Men yutqizgan tarafim qaysi ma'noda? Kech internetga chiqqanim, sizlarga o'xshab yosh yigitga o'xshab chiqadigan paytim bo'lganda chiqmaganim sababi juda ko'p izlanganman o'zim ustimda. Absolyutno inson o'zini qidiradi butun umr. Juda ko'p qidirganman. Sizlarga shu jarayonni plyus tarafini men Shahzod bilan birinchi bu o'tirib suhbatdan oldin o'rganib chiqaman hamma narsamni. Bu yigit ming o'quvchim bo'lsa ham, ming ukam bo'lsa ham, birinchi o'rganib chiqaman, gapiradigan joyim shunga loyiqmi, yo'qmi? O'rganib chiqdim. Haqiqatda men 10 yil davomida o'rgangan narsalarimni sizlar 1 yilda o'rganish imkoniyatingiz bor ekan. Men o'zimni qanchalik shuncha o'rgangan bo'lsam ham qoloqligimni hozirgi kundagi texnologiya yo'nalishlarini, bularda o'qishga qilingan podxodlarni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Endi как будто boshidan o'qigim keldi o'zimni. Qani endi men ham 8 yo 5-sinfda bo'lib qaytadan o'qisam degim keldi. Chunki biz paytimizda maktabga borardim. Uyga shoshib kelardim. Uyda tezroq sumalak yesam. Darsda zerikardim. Darsda nima endi bizda? Darsda qanaqa o'tgan? Telefon yo'q, davashli telefon yo'q, 95-yillar. Qanaqa bo'ladi darsimiz? Kelamiz, sovuq xona qishda, sumkangni qo'yasan. Xullas, uyga vazifani kim qildi?
doskaga kim navbatchi? Hozir bormi shunaqa narsa? Yo'q, bilmayman. Doskaga navbatchi bugun kim artadi? O'g'il bola men artmayman, kim artish kerak? Qiz bola artish kerak, navbatchi saylangan. Darsdan keyin ikkita bola har doim subbotnikka qoladi. Qanaqa subbotnik? Tozalashga. Navbatchi. Keyin уже litseyda o'qiganman, maktab angliyskiga ixtisoslashtirilgan maktab internatda men tushunib yetganman. Halloween nima? 14-fevral nima? Den Valentin nishonlanadimi bu yerda? Nishonlanmaydimi o'xshaydi. Bizda Den Valentin bo'lardi litseyimizda. Короче, serдечко beriladi. Pastda har bitta bolaning ismi raqamlashtiriladi. Misol uchun men bu yigitning ismi Javlon bo'lsa, 18-raqam. Shu guruhda o'qiydigan Javlon 18-raqamda. Keyin uni yaxshi ko'rib qolgan boshqa qiz 18-raqam I love you deb yozardida, yashikka tashab ketadi. Keyin o'qituvchilar hamma o'zinikini oladida 18-raqam kim 18 deysan, o'rnidan turadi bu yigit oladida 18-raqam I love you 15-raqamdan deydi. Keyin 15-raqamni borib spiskadan topardik. Kim u qiz? 15-raqam palonchi guruhda o'qiydigan qiz borib kirib so'raydi, 15-raqam kim bu gruppada dedi. Mana shunaqa shou bo'lib turardi. Demoqchi bo'lganim, shu narsa menga hech kelmasdi. Chunki juda ozg'in bola bo'lganman, juda kompleks ko'p bo'lganman-da. Yoshligimda kasal bo'lganman, o'ta yengil tug'ilganman. Juda ko'p narsani boshimdan o'tkazganman. Hech kelmasdi. Hazil tariqasida o'rtoqlarimiz menga 5-6 ta yozib qo'ygan, ko'rsin qizlar menga yozgan deb o'tkazib yuborardik. Keyin kompleksni yengishni tushunib yetdim. Demak, faqat mishleniya emas, mentalniy rivojlanish emas, fizический rivojlanish nimaligini Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallonening filmlarini 30-kanalda ko'rardik. Bizda unaqa narsa bo'lmagan oldin. Любой YouTube'ga kirib informatsiya ko'ra olasizlar. Men birinchi marta mishishni massani o'sha kinoda ko'rganman. Ungacha hind aktyorlari juda nakachinli deb yurgan bolalarmiz. Bu bor gap. Eski zalimiz bo'lardi, Salmonxonni rasmini yopishtirib qo'yganmiz, nakachinli bola bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz endi, shunaqa o'tganmiz. Demoqchi bo'lganim, imkoniyat sizlarda shu darajada ko'p, faqat iltimos, maqsadni ushlaganda har xil narsani eshitavermanglar. O'sha bitta narsani ushlab olganman, shuni bajaraman deganman, bo'ldi. Har xil informatsiya bilan miyani zagruzka qilib, zagrujit qilib, og'ir qilib yuborsa borib, отказ beradi organizm. Bajarmaydi funksiyani, chunki uni o'ziga yarasha qabul qiladigan bor. Ana o'sha miyani kerakli informatsiyani butun bir kitobda o'qib chiqish shart emas. Bitta sahifasi bordir, butun ma'lumotni bergan. O'shani bular o'rgatadi. Men shuni tushunib yetdim. Demak, mentalniy rivojlanishimiz har doim fizический maza qilishganmi? Ikkalasini ham rivojlantirib baxtli bo'linglar. Beringlar savollarni, gaplashamiz. Qisqacha kirish qismi bo'ldi. Endi birinchi savolni men bersam. Beraver Shahzod. Mana men o'zim transformatsiya qilaman, ya'ni Godamni transformatsiya qilaman deb kirdim, lekin nafaqat o'tda tanamni, balki o'zimni fikrlashimni, xarakterimda transformatsiya bo'ldi-da o'zimda ham. Mana ko'pchilik sportga kirayotganlar mana shu narsani esingizda bo'lsa tushuntiruvdingiz. Men bilan Davron aka borgan paytimizda. Ba'li, esingda. O'sha mana endi zalga masalan kirmoqchi bo'lganlar bormi oralaringizda? Endi shug'ullanaman. Qo'l ko'taringlar. O'ta ko'p mana boshlolmay yurganlar, bular nima qilish kerak yoki nimaga tayyor turish kerak? Sinib ketmasligi uchun bitta boshlaganda. Boshlang'ichi to'g'risida o'ylash kerak. Nakachinli bo'lish to'g'risida emas. Shuni yo'lini o'rgatib borish kerak ustozga. Mani nakachinli qilib qo'ydi bormanglar. Yo'li nima? Yo'lini bering menga. Chunki ustoz yillar sarflaydi-da bitta narsani o'rganish uchun. O'sha narsani menga bir oyda ber deyishni o'zi kulgili. Bu juda kulgili holat. Masalan, sizlar hozir Thompson School'da 11-sinfgacha o'qisanglar deylik, bog'chadan olib deylik 10-12 yillik period deylik, misol uchun. Kimdir kelib turib oldinglarga o'sha mutaxassis bo'lganinglarda xudo xohlasa, shu narsani menga 2 oyda o'rgat desanglar, ichinglardan nima o'tadi? Nahotki 12 yilda o'rgatganimni senga 2 oyda o'rgata olsam deb qo'yasizlar. Yo'lini o'rgataman senga deydi. Yo'li qanaqa deydi? Mana mana shu joylarda shunaqa xato qilmaysan-da, по-любому o'zingni ustingni ishlash uchun shu yerga tashrif buyurasan deydi. Trenirovka ham xuddi shunaqa. Shahzodlar meni oldimga to'lib toshib kelganda bu yechim deb kelganda, aslida yechim hali mavjud emas edi.
chunki yechim o'zida edi. Mani yechim deb kelgan bular. Yechim o'zidaligini bilish uchun bularga vaqt berdim. Shoshilmanglar, men sizlarni tanimayman. Muskul ham, Tomsonni ham, olimni ham hech kimni tanimaydi. Jean-Claude Van Damme ham, Arnoldni ham tanimaydi Muskul. Uning aqli yo'q. Muskul faqat tartibni taniydi, bilimni taniydi. Ya'ni yo'nalish. Ana o'sha yo'nalishini o'rganib olib, bebaho qimmat miyani dishshoviy informatsiya bilan to'ldirmanglar. O'zi aslida qimmat informatsiya yagona bo'ladi. Takrorlash bilimni onasi. Повторение мать учения. Har safar kelib tushaveramiz, takrorlayveramiz. Tushaveramiz, takrorlayveramiz. Ana o'sha narsalardan boshlaylar. Ustoz oldiga o'zgaraman deb emas, o'zgarishni yo'lini o'rganaman deb boringlar. Keyin yillar davomida sizlar o'zgarasizlar. Balkim ustoz bo'larsizlar. Vaqtiga bitta savol, mana meni o'zimda bo'lgan narsa, endi zalda boshlaganda odam bir 2 haftacha, 3 hafta, uzog'i 1 oy takoy motivatsiya bilan shug'ullanadi-da, keyin ma'lum bir darajada o'sha platoga, ya'ni zerikish qilsa, o'zi nimaga kerak menga bu narsa, o'sha qiyinlashadi-yu. Da. O'shanga yetib keladi. O'sha paytda psixologически qanaqa chiqib ketish kerak bu holatda? Albatta, bu o'zi o'rganib ham ketganman. 85% inson bu ishni qiladi. Nega natija tezlashib ketmayapti? Nega yonimdagida tez deb hisoblayveradi? Bolalarga tushunadigan tilda tushuntiraman-da. IELTS ga imtihon topshirasizlar. Nega orqaga qaytib ketmaysizlar? Qayta tayyorlanib kelib yana ko'taraman baribir deysizlar. Bilasizlar-a? Maqsad bor. Yana kelib topshirasizlar. Shunaqa shogirdim bor. Oxiri 9 IELTS qildi. Oxiri qildi. Ustozi Londonda necha yil, bir 4 yilmi qayta 8,5 oldi. Ammo 9 oldim deb yozdi, rostmi yolg'on bilmayman. 4,5 yil trenirovkasini ham tashlamadi. Demak, fizika ham xuddi shu narsani talab qiladi. Bodybuildingga gap bor. San tashab ketsang, u ham san tashab ketadi. Ta'limni ham xuddi shunaqa. Ta'limda hattobi miyamizda butun umrga qoladi bir qismi. Lekin bodybuildingda qolmaydi. Boshqacha yo'l bilan o'ylashini xohlardim. Men doktorni qabulida ketkizgan vaqtimni onamni oldida o'tkazaman. Men aptekaga borib ketkizgan pulimni farzandlarim bilan ovqatlanishga yoki onazorim bilan yoki yaxshi ko'rgan qizim bilan, singlim bilan, opam bilan o'tirishga sarflashni xohlayman. Ana o'shaning uchun ham trenirovka qilaman qayta o'sha manzillardan yiroq qilib, shu manzilga ko'nglim aynib ketsa ham boraman deb. Bu narsa menda ham bor, Shahzod. Ertalab turaman, o'sha keyin ham biladi, jonimga tegib ketdi dedim, oynaga qarab turaman. No, shu ishni qilmasang ham umring o'tadi-ku deyman. Nahotki o'tmaydi. Eng qizig'i yaxshi o'tadi deb o'ylaysanmi? Bo'pti, ketdik. Ahad, yur. Basseynga boramiz, kalyan chekamiz. Bo'pti, Tailandga borib aylanib kelasan. Xo'p, o'tdi-yu baribir. No, o'zimni ustimda ishlaganda boshqa taraflama qarayman. Balkim o'sha kuni zalga chiqmaganimda seni tanimasmidim. Qizim bog'chaga kelmasdi. Qara, bir-biriga ulanib ketishni, zanjir, xatolar zanjirini. Zal bu xuddi Tomsonga o'xshab, xuddi ilm markaziga, xuddi vazirlikka o'xshab, xuddi deputatlar kengashiga o'xshab, aqlli insonlarni bitta tochkaga yig'iladigan manzil. Aqlli va sog'lom. Aqlsiz inson yerda yurmaydi. Aqlsiz inson yo qamoqda bo'ladi, yoki qanaqadir bir joylarda yuradi. Ko'nchinli joylarda. Ana o'sha vaziyat bilan qarab, shu yerda qanaqadir tanish orttiraman, aka-uka orttiraman deb o'zini ustida постоянно ishlash kerak. Ana o'sha narsani yosh yigitlar o'ylashini xohlardim. Ota-onamizga bu juda приятный, qachonki taslim bo'lmasdan qayta o'zimiz ustimizda ishlash o'ta приятный. Buni ota-ona bo'lganingizda tushunasiz inshaalloh. Hozir sizlarga indamasa ham shu o'g'limni qo'yniga tegib qolmasin desam, mayli bolam, joningga tekkan bo'lsa bormay qo'yaver, o'zingning ustingda ishlashga deyishi mumkin. Lekin ichidan baribir o'ksinadi. Ish qilib shu bolam hayotga yengilib qolmasin deb. Ana o'sha narsalarni hisobga olinglar. Shuning uchun taslim bo'lmaydi. IELTS bilan qarishni olaveringlar trenirovkani ham. Mayli 7 ola olmadingmi? Albatta olasan deb. Mushishni massa ham xuddi shunaqa. Mayli bu safar qo'limni obyomi 35 bo'lmadimi? Men keyingi yil baribir qilaman shu narsani, lekin to'xtamayman deb. Xuddi shunaqa hisob-kitob olamiz.
Ahadga man o'zimga ham aytganman. Men bitta narsaga juda qoyil qolganman. O'tgan yil may oyida boshlagan bo'lsam, shug'ullanishni, mana 1 yil bo'lib qoldi siz bilan shug'ullanayotganimda. Shunaqa kun bo'lmadiki, men zalga borib, siz zalda yo'q bo'lib qolgan kunda men mana shu joyda to'g'risini aytaman. Naborot san chaqiraman, to'g'risan. Hayron qoldim men. Qachon men zalga borsam, har doim zalda bo'lgansiz. Ya'ni biror marta men borib turib, siz zalda yo'q bo'lib qolgan kuningiz bo'lmagan. Savolim, shunaqa intizomni, shunaqa disiplinani saqlash uchun qanaqadir o'zingizga bir muhit qolganmisiz yoki nima privichkalar borki, shu mana 1 yil men chiqqan bo'lsam agar har kun zaldasiz. Men ba'zida o'zim ham ishga chiqqim kelmaydi, bugun chiqmayman deyman-da, lekin siz har kun ishdasiz. Ichingdan o'tadi, vроде pulim yetarli-ku, sal dam bersam bo'ladi-ku, vроде onlayn darsim yaxshi-ku, даже ana kuni ham o'tkazdim. Onlayn darsing yaxshi-ku, axat ko'nglingdagidek kelib turibdi. Offlayn. No, oxirini o'ylasang, absolyutno hammasi offlaynga ko'chadi. Oxirini o'ylasang, absolyutno hammasi offlaynga. Ya'ni eng oxirini o'ylaganimda mendan hamma narsa ketganda, men faqat oldida turganlarim, yonida bo'lganlarim meni oldimga kelishadi-da. O'shani har doim o'ylayman. Offlayn ko'rishib turib, bir-birimizdan taftni olib, yaqin bo'lib, qarindoshdek bo'lib ketishga harakat qilaman-da, qo'limdan kelgancha. Hali surbetlarcha bo'lsin, kimdir kibr desin, urushib beraveraman. No yaxshi bo'ldi. Balkim ertaga qadarim yetganda o'sha offlayn meni yaxshi ko'rgan odam keladi oldimga, ko'targani keladi, duo qilgani keladi. Lekin onlayn meni asl yuzimni hech kim taniy olmaydi. Shuning uchun iloji boricha offlayn har doim yonma-yon bo'laman. Jism shunaqa narsa ekan, dunyodagi eng priyatniy narsa dangasalik. Mazza, hech nima qilmaysan, yotasan. No, dunyodagi eng nepriyatniy manzillarga yetaklaydigan ham dangasalik. O'sha narsani har safar o'ylayveraman, keyin tahlil qilaman. Zal mendan osa 1 soatimni oladi o'zim ustimda ishlash. Qolgan soatlar faqat do'st orttirish, aka-uka orttirish, to'lka plus. Sizlar ham hozirgi kunda ta'lim olib, bilim olib turishinglar zo'r manzilda bo'lib ish olish uchun, aka-uka, do'st birodar orttirib pul ishlash uchun kalit vazifasini bajaradi-da bu. Uni bular shu kalit qilib beradi sizlarga. Endi uni qaraq tushirib ochib olishni o'zingizlar bilasizlar. Qulf ochish uchun. Bu sizlarga o'xshab o'qimagan bola borib kalitni ocha olmaydi. Anikini ham har kuni kalit yasashga majburman. Ana o'sha narsa har safar bolalarimni ko'ziga, oilamni ko'ziga qaraganimda energiyaga to'lib turishga majburman. Meni vazifam, meni yelkamdagi zimmalarimni eng muhimlaridan bittasi shu. Shuning uchun qaytmayman. Oilaga bog'layman bu narsani. Tikka turishim kerak. Hozir bo'tda mana yoshlar, men o'zim ham zalga chiqmagunimcha mana kechki payt bo'ladim, borib KFC'lar yeganmiz, burgerlar yeganmiz-da. Ha, ko'rib ham qolaman. Eshitasan gap. To'g'ri, anaqa nima to'g'ri kelsa yeb ketaverganmiz-da. Mana 1 yil shug'ullandim. O'sha siz bergan o'sha ratsionlarda boshqada o'sha tushunishni boshladim. Hozir o'sha nimadir yeyotganda birdaniga aniq hisoblayman, menimcha kaloriya bo'lyapti, mana bunaqa bo'lyapti deb. Просто ozgina tushuncha bera olasizmi? Mana bizning kunlik o'zi ratsionimiz, mana bolalarda mana hozir yoshlar nimalardan iborat bo'lishi kerak yoki o'zi mana ko'pchilik sport pitni xatarli deb aytadi. Aslida o'sha u yeyotgan KFC'siyu, u yeyotgan burgerlari xatarli aslida. Shu haqida ozgina tushuncha bering. Sizlarni vaziyatda bugungi kunda primitiv hayot repertuardan chiqib ketdi-da, ya'ni ko'chada futbol o'ynash, bizda mana bunaqa joy bo'lsa, bo'ldi, to'xta futbol o'ynayverdik. Soya bo'lsa, dish soyani ham ahamiyati yo'q. Daraxtga chiqish, hozir daraxtga chiqadigan yosh yigitni ko'rmayman. Jinnimi deydi daraxtga chiqsa? Normal holat, u trenirovka qilib yotdi u. O'zi bilmagan holda. Chiqib ketdimi? Demak, qonda aylanish sekin, quyuqlashish ehtimoli juda ham katta. Keyin ovqatga qaranglar, shu darajada konkurensiya kuchayib ketgandan keyin har xil pripravalar o'ylab topildi. Absolyutno har xil priprava. Ular sizlarga neizvestno-da, masalan, pizza, hot dog ichida solinadigan narsalar ota-onalarga ham neizvestno. Nima? Tushunarsiz holat bu. Noma'lum. Yevraslar, organizm buni tushunmaydi nimaligini.
Organizm uning ichidagi moddani yo'naltiradi. Gormonga to'g'ri narsa kirdimi, noto'g'ri narsa kirdimi? Noto'g'ri narsa kirgandan keyin, noto'g'ri gormon oshgandan keyin absolyutni hech nima ishlamaydi. Xotira ham ishlamaydi, IELTS ham topshira olmaysizlar. Даже nutq madaniyatinglar ham rivojlana olmaydi. Ozgina hozir kimdadir og'riq bo'lsin, bitta suhbatga borib gaplasha olmaysizlar ham. Ozgina og'riq bo'lsin, oshqozonni xudo asrasin. Bugun suhbating bor edi, Londonga ketadigan yo'nalishga. Suhbatdan o'tsang ketasan, o'sha Londonni ham deysizlar. O'zinglar bilan o'zinglar o'zi razbor boshlanadi o'sha payt. Hech kim yordam bera olmaydi. O'shaning uchun iloji boricha kitoblarni o'qishni orasiga ozgina bugungi kundagi ovqatlar to'g'risida ham ma'lumotni o'qishni o'rganinglar. Bizga bemaza ko'ringan ovqat har doim mazali hayot beradi. Grechka, go'sht, pyure, oddiy narsalar. Bunday fast food, Coca-Colalar tashqaridan chiroyli ko'ringani bilan sizlar xohlagan chiroyli hayotdan juda tez uzoqlashtirib tashlaydi. Agar ishonmasanglar, vaqtinglar bo'lganda har doim vaqt bo'lganda bir kasalxonaga borib so'rab turinglar. Nima bo'lgan biz tengi bolalarga? Qanaqa bo'lgan? Keyin yig'ishtirishni boshlaylar mana bu odatlarni. Fast foodlarga qarshiligim yo'q. Me'yorni bilishni o'rganish kerak. Organizm o'zini o'zi восстанавливать qiladi agar bitta narsa me'yorda bo'lsa. Fast food, hot dog, sosiska, kola, kolbasa, shirinliklar me'yorda yesa, organizm o'zi tozalaydi zaharni. Pechin o'zi tozalab, qonga jo'natib beradi. Pechinning vazifasi jigar filtrdan o'tadi. No, ketma-ketlik keng bo'lgandan keyin pechin отказ qilgandan keyin bo'ldi, o'zi gepatit kirib keladi. U narsaga yordam berishni jismoniy yo'li, tezroq yo'qotishi. No, ras jismoniy harakat qilmayapsizlarmi? Xalaqit bermanglar organizmga. Chunki yordam bermayapsizlar. Yordam berish qo'lingizdan kelmagan joyda xalaqitdan bermanglar. Ertalab turganda tuxumni yomon ko'raman deydi, pitssani issiqqina kola bilan ursam deydi. U hammaga yoqadi, menga ham yoqadi. Anaqani ham yaxshi ko'rgan deyman o'sha payt. Doktorlar qabulida o'tirib, tekshiruvlar, har xil temirlarni tiqib tashlaydigan. Shuni ham yaxshi ko'rasanmi desam, yo'q deydi. Nima uni yaxshi ko'rmaysan deyman. O'shani xohlasan nafsing deyman. Psixikang xohlamayapti uni deyman. Har doim esinglarda bo'lsin, yaxshi ovqat ham, yomon ovqat ham o'tkinchi. Yaxshi ovqat o'tgandan keyin yaxshi insonga aylantiraveradi. Yomon ovqat o'tkinchi mana mashitda yaxshida, keyin yomon insonga aylantiradi. O'zingizlar bilmagan holda qaysi ma'noda yomon, qo'pol bo'lib qolasizlar. Birovga gapirgilar kelmaydi, asabiy gormon ishlamayapti-da. Oddiy gormon, hamma joyda o'tirmoqchisizlar, quvonch yo'q. Chunki dopamin yo'q. U dopamin degan gormon bu quvonch, bu настроение, serotonin настроение. Kortizol baland bo'lib ketgan. Kortizolni tekshiradi. Organizm zboy beryapti. Bitta inomarkaga necha benzin qo'yasan inomarkangga? 100 qo'yadi. 80 qo'y, qanaqa iching og'rib ketadi? Oddiy mashina bo'lmasa tashab ketasan ham. O'zi tashab ketish uchun sotib olgansan. Odamlar o'ziga 75 qo'yadi. Bo'lmasa sizlarga 200 mo'ljallangan, 200 lik saralab qo'ydigan. To'yish uchun yemaymiz. To'yish degan tuyg'u yo'q, bo'kib qolish bor, lekin bo'kib qoladi. O'shani to'ydim deb o'ylaydi. Ana kuni qizlarimni anaqa fast foodga olib kirdimda, kichkina sokcha oldimda, o'yinchoqchasini oldimda, kichkina fricha oldim. Qani yesinchi deb bitta cho'qilaydi, bilaman, yemaydi. O'ynaydi o'sha sok. Yonimga ikkita o'zbek qizi keldi, ikkalasini juda semiz qizlar. Biz kompleks shunaqa yeb o'tiribdi endi. Shunaqa yedi, men uni ko'rsam to'g'ri qo'rqib ketdim. Короче, bitta pizza kirib ketdi, keyin hot dog kirib ketdi, kola, endi uni orasida bilmayman yana nimalar kirib ketadi ungacha. Keyin o'yladim-da, yosh qizlar, esinglardan chiqazmanglar, sizlarni har bir olgan kilogramminglar ona ayniqsa onaga tonna dard olib keladi. Chunki har safar sizlarni qo'lingizlarda, chaqaloqliginglarda ko'targanda meni qizim, orasida qizim, go'zal qizim, farishta qizim, chiroyli kelin bo'ladigan qizim deb niyat qiladi. Sizlar qanaqa farishta? Nima u? Ambal-ku, qanaqa farishta? Ambal, yeyishi ham ambalni kaloriyasi gap so'z, menimcha 4 ta suxandonni birlashtirib qo'ysa ham yetmaydi kuchi. Kim uylansin, kim baxtsiz bo'lsin keyin? Erkak kishi ko'rib yaxshi ko'rsa, qanaqa qilib uylansin? Keyin kim stradat qiladi? Mama.
shu uchun dunyoga keldi. Demak, yig'latishda davom etaverasizlar. Demak, sizlar mazza qilib yeb turgan pitsa, hot-dog, gamburger onaga zahar beraveradi. Uni gapira olmaydi ona. Uni ona bo'lganda tushunasizlar. Avaylaydi sizlarni. No ko'zini oldida bunaqa uvol bo'lib ketmanglar. Mana shu narsani iltimos qilaman. Bolalar, har safar mana bunaqa narsalar chiqib ketgan, bir bola tabletka bir nimalarni ko'raman internetlarda. U ota bo'lganda yomon aziyat chekasizlar. Ota ko'targanda meni ko'taradi deb ko'targan qo'li bilan sizlarni. Oxirgi manzilimga ko'tarib qo'yadigan mana shu o'g'lim degan. Sizlar bunaqa narsa bilan yurganinglardan keyin o'zingizlar ko'tarilib qolasizlar-ku. Shuning uchun xato qilish kerak emas. Eng yaxshi odzivni ulardan olinglar. Xatolar to'g'risida ota-onadan so'rab turinglar. Ikkinchi iltimos, ustoz urushib bersa syomka qiladigan debil insonlarga har doim qarshi bo'linglar. Qachon ko'rgansizlar ustoz sigaret chekasan deb urushganini? Telefon o'ynaysan darsimda deb urushganini? Yo, rostdan Shahzod urushmaydigan ustozlar paydo bo'lib ketgandan keyin meni oldimga ota-onalar bolam mehrimni tushunmayapti dedi. Qattan mehri tushunsin, qahrni nimaligini tushunmaydigan bola ota-ona qahr ko'rsata olmaydi. Meni oldimga kirg'izing, bolangizni ko'rsatib qo'yaman dedi. Ichkariga kirgandan keyin yaxshi eshitadi, ozgina yeydimi? Keyin, demak, adam normalniy urishar ekan meni mehr bilan deydi. Ungacha tushuna olmaydi u. O'sha narsani olib olaman bo'ynimga. Ichkariga kirgandan keyin sizni mana bu erkatoy o'g'lingiz yo'q deyman. Bo'lmasa olib ketavering deyman. Eti bizniki, suyagi sizniki degani, men etini ko'kartirib to'kib tashlasam ham suyagi yurib borsa hisob degani. Bo'lmasa olib kelmang meni oldimga. Bo'lmasa o'zingiz uring deyman. Yo'q, meni oldimga olib keling, o'zingiz uring deyman. O'shaning uchun sen ham kamroq ye, ukam. Yeverma hadeb. Boyagina semiz qizga uylanasanmi? Yo'q, u ham senga tegmaydi. Chunki ikkalang bir-biringga bir xil ko'rinasan. Keyin nima qilasan? Hamma joyda Instagramda love storyni ko'rasan, cho'tasan, u repertuarda yo'qsan. Mayli keyingi safar tug'ilganimda bo'lar deysanmi? Yo'q, tug'ilmaysan keyingi safar. Har safar ovqatni olib kelganingda shuni o'ylagin. Dieta qilma. Mayli, onangizning shirin pishirgan ovqatni 4 dan 1ni ye bo'l. 4 dan 1ni uchini yema. 4 dan 1 yetadi. Vaziyat shunaqa, ukam. Vaziyat shunaqa. Uylanganingdan keyin er xotin xohlagancha semiraver. Agar jilaning bo'lsa. Kimning savoli bor, beravering. Taqdirga men bir savol beray, keyin ber. bu savolga o'tamiz. Mana to'g'ri, har bitta insonning muvaffaqiyatida intizom, ustozlari, albatta yoki atrof muhiti ta'siri juda ham katta, lekin otangiz haqida juda ham ko'p gapirasiz. Albatta. Sizni bugungi kundagi muvaffaqiyatingizda otangizning o'rinlari qanaqa bo'lgan? Tak. Alloh otamni hamma narsamni egasi bo'lishga sabab chiqib qo'ygan. Absolutno. Chunki tug'ilib dunyoga kelib qarovga muhtoj bo'lganimda noiloj bo'lsa ham otam turib bergan. Noiloj bo'lsa ham noiloj, hech nima yo'q. Olib kelib turib bergan. Agar otam yo onam chaqaloqligimda meni ko'p emas 10 minutga qarovsiz qoldirganda 10 minutga balkim yashamasdim. Egasi shu. Har bir topgan tutganimni, har bir qadamimni, har bir ko'rishim, sizlar bilan suhbatga sazovor bo'lishimni egasi qilib otamni sabab chiqargan. Ota shunaqa narsa. Buni hozir tushunmaysizlar. Men otam tirikligida ham tushunmaganman. Lekin SMS-larimni agar kim kuzatsa qo'yganmiz, ota bola juda bir-birimizga motivatsiya berib gaplashganmiz. O'ta. Maza qilib gaplashib olinglar. Qanchalik urushsa maza qilinglar. Chunki bu hayotda sizlarda boshqa bunaqa dildan urushadigan odam bo'lmaydi, bo'lmagan ham. Bo'lmaydi ham. Ras urushdimi? Yaxshi bo'ldi. Otam bilan kelisha olmayapman. Unga desa, "Sen kimsan? Sen kelisha olmayapsan. Iltimos chaqaloqligingda kelisha olmay qolgan-da. Qip-yalang'och pampersiz ko'chaga chiqib ketdi, ko'ramiz kelisha olmasdan." O'sha yerda даже ko'chada bitta daydi mushuksan ushlab, ustingdan bosib yeb qo'yardi. Sen ovqatni bo'ylaydi, chaqaloqligingni bilmaydi. Slabiymisan, даже mushuk yeb qo'yadi. Bugun silab turgan mushuging bor, shunda bosib yeb qo'yadi. Bu borgan. U seni go'shti bo'ylaydi yo sosiskami, cho'ta kolbasani razmerida nima bu deydi. Ana o'sha narsalardan seni otang asragan.
O'shaning uchun iloji boricha aksent ota-onaga. Men bu sizlar uchun har bir to'lanib turgan pulga yo'q joydan bor qilib harakat qilib turgan ota-ona. Mana shuna xotirjam o'tiribsizlar-ku, sizlar tasavvur qila olmaysizlar, ular ichida nimalarni o'ylab sizlarni shuna xotirjam o'tirishinglar uchun kurashishsin. Faqat umidi bitta. Xudo xohlasa boshimga yo'qchilik, qiyinchilik kelib qolsa, mana shu bolam erishgan yutuqlari bilan olib chiqib ketadi meni. Ko'tarib beradi. Har safar darsga kirganinglarda iltimos, o'qituvchini darslarini dildan qabul qilinglar. Dildan, yurakdan qabul qilinglar. Ota uchun, ona uchun. Ana o'sha narsa uchun umid qilganda sizlardan. Shuning uchun yaxshi ko'raman otam. Egasi hamma narsa. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Men Bo'stonliq tumani G'azalkan shahridan keldim. Rahmat kelganingiz uchun onam. O'g'lim olib keldim. 15 yosh. Hop. Bo'yi o'smayapti-da. Doktorlar tekshirdi, gormonalniy o'zgarish bor dedi. 15 yosh. Xo'p, dadasini bo'yi nechi? Adasini bo'yi 170. Bo'ldi. 170 bo'ladi o'g'lingiz. O'smayotganiga sizga maslahat so'rab keldim. Yo'q, 170 bo'ladi o'g'lingiz inshaalloh. Tog'alari nechi? Tog'alari ham baland. Nechi? Undan ham baland, 170 dan baland tog'asi. Xo'p, 15 yoshli o'g'lingiz qani? Mana olib keldim. Tengdoshlaridan qanaqa? 15 yoshli o'g'lingiz tengdoshlaridan ancha pastmi, qancha past? Ancha past. Mana oldiga bordim. Hamma sinfdoshingdan pastmisan? Eng pastmisan? Xo'p, o'g'lingiz necha kilo tug'ilgan? Yaxshi tug'ilgan, 4 kilo 200 tug'ilgan. 3,5 yoshida sal mazasi bo'lmadi-da, shundan keyin shunaqa bo'ldi. Mazasi bo'lmadi deganda nima? 3,5 yoshda sochlari to'kildi-da, keyin men Antibiotik qilindimi? Nima qilindi bolangiz? O'zidan o'zi shunaqa bo'ldi. Keyin tekshirib turdik. Gormonalniy o'zgarish bor dedi-da, hozir gormonlarni olyapmiz. Lekin o'smayapti. Zonalari yopiq emas-da dedi. Eshitmayman onam. O'g'lingizni fikrlashi yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Zikr qilishi, Xudoga shukr qilishi yaxshimi? Oyog'i yurib turibdimi? Yuragi urib turibdimi? Kitob bo'yi uzun bolani yo bo'yi past bolani tanimaydi. U faqat o'qigan bolaga ishlaydi. Sizni xizmatini yaxshi qilishdan umidvormisiz? Bo'ldi, o'qiting. Yetadi. Ahamiyati yo'q. Podshohlarda ham bo'yi kichkinasi bor, uzuni bor. Qo'mondonlarda ham kichkinasi bor, uzuni bor. Muhimi nutq madaniyati, muomalasi, farosati, aqli rivojlansin. Yetadi sizni malika bo'lishingizga. Tushuntira oldimmi vaziyatni? Ha? Hech ham ko'nglingizga olmang. Hech ham ko'nglingizga olmang. Sizga mashq qilsa, Bo'yi uzun, ahmoq yigitlarni ko'p ko'rdim. Bo'yi kalta o'rnak oladigan ko'p yigitlarni ko'rdim. Juda ko'p ko'rdim. Ishonavering. Bo'yi kalta, men o'rnak olishga harakat qilaman. Bo'yi kalta oilasini shu darajada baxtli qilib Inamarkada yurgan bolalarni ko'rdim. To'la to'kis ona ezorini hajlarga jo'natgan. Bo'yi uzun bo'lib urushib qamalib ketgan ahmoqlarni ko'rdim, onasi har kuni yig'laydi. O'shaning uchun bu narsa hozir sizga boshqa sheriklari bilan solishtirmang. Bu o'zini ko'rsatadigan vaqtga shans bering. U endi keladi. Hayot bizni bo'y bastimizga qarab saralamaydi. Qanchalik kurashga tayyorligimizga qarab saralaydi. O'shaning uchun umuman ko'nglingizga olmang u narsani. E'tibor ham qilmang. Sizni xizmatini qilishga baland bo'yli bola bo'lmasin, ongi baland bo'lsin. Yetadi o'sha narsa. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu uchrashuvdan foydalanib, yoshlarga, ya'ni bizaga top 3 maslahat berib o'ting. Eng zo'r maslahat, eng birinchi maslahat har bir xizmatni tikka turib yurib bajarasizlarda hayotda. Yutuqlarimiz ham Londonga intilib turibsizlar, Amerikaga intilib turibsizlar. Yurib turibmiz. Demak, to'g'ri turmush tarzi. To'g'ri turmush tarzi bizni yurishdan qoldirsa, sizga London ham, Amerika ham hech nima qiziq emas. Mana shu yerda yursam ham mayli edi, ya'ni gumnaxonaning atrofida deysizlar. Shuning uchun birinchi jismoniy o'zimizga qarab turamiz. Ikkinchisi aqliy. Eng uchinchi top maslahat bizni yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rgan orzulari to'g'risida o'rganishimiz kerak. Ana o'shani mas'uliyatini bo'ynimizga bog'lab bajaramiz.
tinchlik xotirjamlikka xizmat qilamiz. Mamlakatda ozgina notinchlik bo'lsa, darvozani yopib qo'ysa, sizlarda bexavotir bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun shunaqa xizmat qilaman yurtimni rivojlantirishga. Yurtim rivojlangandan keyin o'ziga yarasha qalqoni ham rivojlanadi. Ana shu 3 ta narsani olib olamiz. Demak, o'zim, ikkinchisi tartiblarim, uchinchisi oilam, yurtim, mamlakatim. Mana 3 ta narsani olib olib bajaramiz. Salomat bo'ling. Beraveringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, o'tgan yili 26-oktyabrda operatsiya bo'lganman. Nima bo'yicha? Barikatsel. Barikatsel. Uchinchi. Aha. Uchinchisida. O'shandan beri zalga borish planim bor. Niyatim bor. Keyin sport pitaniyasiz, tabiiy ozuqa bilan tanani ko'tarsa bo'ladimi? Mana sotib olmay, zal anodan borib, magazindan borib sotib olmay. Masalan, protein, kreatin emassa uchun. Endi sport pitaniya necha pul turadi kreatin? Nahotki bitta yigitni chuqur orzulari mishishni massasi 200 ming so'm tursa-ya. Olib kel menga 10 ta. 10 ta bolani kachok qilib qo'y, iltimos. Necha IELTS orzu qilasan? Yaxshi. Shunaqa kitob pitaniya bormi, zo'r qilib qo'yadigan? Ichimlik. Shunaqa narsa ber menga, ichiydi, IELTSim 7 bo'lib qolsin. Nima deysan? Bormi shunaqa narsa? Ichib, qara, o'sha narsani ichib kitob o'qisam yaxshi rivojlanadi miyam yoki shunchaki ertalab vaqtli turib svejiy miyaga, kechqurun yotishdan oldin ozgina kitob o'qisam rivojlanadi. Qaysi biri yaxshi? Da, demak ichimlik shart emas ekan, to'g'rimi? Orzularingni 200 ming so'mga baholama, atlet. Bizning orzularimiz bunaqa arzon emas. Olmay ham kerak emas. Onangga gulob bor, o'sha pulga yaxshi bo'ladi. Yoki qizingga sovg'a bor. Salomat bo'l. Beravering savol. Qani beringiz. Mana shu yigit savolini eshitdik. Assalomu alaykum. Meni ismim Behruz, 15 yoshman. Vaalaykum. So'ramoqchiman, misol uchun pitaniya qilsam, qanaqa qilib pitaniya qilib turgan paytda shirinlik yemash, suv ichmash, napitka bizilib qolmas shani pitaniya. Yonma-yon o'zingizni semiz qiz bilan tasavvur qiling, bo'ldi. U ham sizga o'xshab yashaydi, o'sha o'zingizni ko'rasiz-da unda. Tasavvur qila olasanmi? Semiz qiz yoningda yuribdi. To'ying. U ham ponchiksan to'yda, qarochi endi. Bersalda to'y. Keling ham rosa shirinlik yeysan. Qanaqa kelin xohlarding uylanish? Shu Qanaqa? odobli qizga. Qanaqa? Nozik, chiroyli-da, u senga tegmaydi. Nega tegish kerak? Bitta prичина keltirib ber, senga tegish uchun qoyil qolaman. Puli bo'lsa, yaxshi ko'rmaydi-ku baribir. Masalan, men senga pul beraman. Yoqmaydigan gummani yeyverasan har kuni. Lekin pul beraman. Yeysanmi? Yo'q, pul beraman. Yo'q, o'sha bilib turibman, yeysanmi? Har kuni pul bersam, yeysan, ya'ni tirikchiliging shu deylik, tirikchiliging. Endi tirikchilikda deysan, yeysan. Lekin qalbingdan nima o'tadi? Qalbingdan nima o'tadi? Shunday ma'lumot ber. Ko'yning aynida. Shu ham hayotmi? Ko'yning aynib yashashi hayotmi? Titanikni ko'rganmisan? Rose butun umr eslashiga Jack 2 kunlik xotirani o'zi yetardi. Butun umr eslabdi uni qara. Jack semiz bo'lganda eslarmidi? Nima deydi? Eslamasdi, u atrofda ko'p-ku semiz. Bo'lmasa semiz odamlar ko'rdingmi, qancha cho'kkanlarni qutqardi. Jack hech kimni qutqarmadi, o'zi cho'kib ketdi. Semiz odamlar hech kim eslamayapti. O'shaning uchun iloji boricha ishlayver. Yolg'onchi dunyoda tashqi ko'rinish o'ta muhim. Ikkinchi savolim bersa bo'ladimi? Ber. Misol uchun, hop pitani qolman, hammasi qolmanda, ikkinchisi trenirovka qilayotganda, men 15 yoshimga sportniy pitaniya qilsa bo'ladimi? Misol uchun Hozir tushuntirdim-ku. Mana bu kitob. Mana shu barjomini ichsam yaxshiroq o'qib qo'yamanmi degandek gap. Sportivniy pitaniya shart emas. Sportivniy pitaniya qachon shart yigitlar? Mishishni massani tabiiy uji qilib olasizlar. Допустим, 30 kilolik gamtel ko'tarishni boshlading.
Sen уже 40 kiloligi ruhan tayyorsan. Jismonan tayyor emassan. Ana o'sha payti svyazkalaring, mishishni massalaring moshniy bo'lishi uchun dabavik shart. Chunki sen bir kunda 2 kilo go'sht yeyolmaysan, 40 ta tuxum iloji yo'q. Analog kirib keladi. Sen birinchi hozirgi очередda bir kunda 3 ta tuxum, допустим, 150 gram мясо obedga, kechqurunga ozgina belok, sal tvorog yeb yursang ham bugungi kundagi yo'q mishishni massangga yetadi. So'raydigan mishsa bo'lmasa nima keragi bor sport pitaniya ichib. Hojatga oqib ketadi xolos. Qimmat orzularingni arzonga hisoblama. Hisoblama. Sani orzularing sport tovarda sotilmaydi. Sport tovarda sotilganda sotib olish huquqi hammaga ega, hammaning imkoniyati bor. Hamma sotib oladi. Sotib bo'lmaydigani uchun qiynalib so'rading. Sotib bo'lmaydigan narsa qilganimiz uchun suhbatlashib turibmiz. Sen ham ertaga sotib bo'lmaydigan bilimga, sotib bo'lmaydigan tashqi ko'rinishga ega bo'lganingda, bu tarafda sen o'tirasan, narigi tarafda men o'tiraman. Chunki havas qilaman farzandim senga o'xshasin deb. Okay? Rahmat kattakon. O'shanaqa qilib qo'ygin, sen xolodilnikka oyna qo'yib qo'y. Kechasi xolodilnikka oldiga kelganingda oynada yuzingni ko'rdi, yopib qo'y yana xolodilnik. Unda faqat oyna ko'tarib yur. Napitkani olganingda oynaga qara. Yuzlarim kirib ketganmi, napitka ichaveraymi degan. Yo'q-ku, kirib ketmagan-ku degan. Isming nima? Behruz gaplashdi. Tak deganda yechinib rasmga tushib qo'y. Hech kim ko'rmayaptimi? Rasmga bitta qarab qo'y. Nikolaga qarab qo'y. Net, все, ketdim. Ketib qol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana siz ko'p yutuqlarga erishgansiz. Mana shu erishgan yutuqlaringizda hech taslim bo'lish hissi bo'lganmi? Yo'q. Agar shunaqa bo'lsa, qanaqa qilib yenggansiz? Taslim bo'lish hissi hech qaysi sportsmenda bo'lmaydi. Taslim bo'lish hissi sportdan ketish unchalik qo'rqinchli emas. O'zingizga taslim bo'lmasangiz bo'ldi. Sport professionallar o'ta katta qiyin nimalarni boshidan o'tkazadi. Ular butun umrini bag'ishlaydi, butun vaqtini bag'ishlaydi. Bu boshqa tema. Bu отдельный tema. Meniki любительский olgandan keyin taslim bo'lish в общем o'ylamaganman. Agar bunga taslim bo'ladigan bo'lsang, ahad keyingi keladigan yaxshi kunlaringni hazm qilishing qiyin degan. Hazm qila olmayman. Misol uchun qizimni uzatadigan paytimda niyatlarim borda, yosh yigitdek turib uzatkim keladi mana. Qizimni qaysidir kuyov xafa qilib qo'yadigan bo'lsa, vzglyadimni o'zida tushuntirib qo'yishga harakat qilaman. Menga uning uchun savlat kerak, kuch kerak, ko'rinish kerak. Xafa qilmang kuyov. Tushuntira oldimmi vaziyatni deb qarab qo'yasiz. Bo'ldi, 50 Cent filmini ko'rganmisizlar? Qizini birinchi uchrashuvga taklif qiladida, kuyov bola keladida, ko'rgansizlar, 50 Cent trenirovka qilib turgan bo'ladi, otani rashkida u. "O'san bu yoqqa" deydi. Ichkariga olib kiradi, zalda og'aynilar bilan trenirovka qiladi. "Men vaziyatni ko'rding-a" deydi. Agar kechqurun soat 9 gacha qizim uyda bo'lmasa, agar xafa qilsang, mana shu boshingni ezib qo'yaman deydi. Понял deydi. Endi bu tushuntirish qarada, keyin skandal, mahalla komiteti kelgan, qorning katta, ezilgansan, yig'lagansan, infarkt, insult. Men buni xohlamayman. Nega taslim bo'lishim kerak? Bo'lmagan, Xudo xohlasa bo'lmaydi ham, agar Alloh umrimni olib qo'ymasa. Hozirgi yoshlarning eng katta imkoniyati va asosiy xatosi nima deb o'ylaysiz? Hozirgi yoshlarda eng katta imkoniyati tanlash huquqi juda ham ko'p, informatsiya shu darajada to'kin sochin. Men birinchi marta haqiqiy bodybuilderni ammamni xolodilligini ustidagi nakleykada ko'rganman. Qarab turib. Birinchi mashhur futbolistni nakleykasini ko'rganman. O'sha kravatimni Xudo xohlasa sizlar uchun bu hafta uyga borganimda storiesga qo'yaman. O'sha kravatda nakleykalarni bolaligimda yiqqanman. Tepaga yopishtirardimda, kravatimdan bu o'girilib qarab turardim. Nakleykalarga-da bular kim bo'ldi? Sizlarda hozir bunaqa imkoniyat men tasavvurimga sig'dira olmayman. Ota-ona bolasini zalga yetaklab kelsa, bunaqa narsani bizga 20 yil oldin kimdir gapirib berganda jinnimisiz derdim. Biz faqat gap eshitganmiz. Sen sport qilib odam bo'larmiding? O'qi.
san sport qilib odam bo'larmiding, o'qi. Nega shunaqa deyilgan? Biz paytimizda gormonalniy narushение unaqa ko'p bo'lmagan. Sizlarda hozir hamma imkoniyat bor. Prosta bitta iltimos so'raymiz. Yashab beringlar bo'ldi. Yashab beringlar bo'ldi, to'g'ri yashab bersanglar bo'ldi. Mani savolim shundan iboratki, mana siz muvaffaqiyatga erishgan odam sifatida va sport ustasi sifatida kelajakda keyingi avlod, farzandlaringiz, kelasi avlodlar sizni qadringiz yetgandan keyin nima deb eslashni xohlaysiz va orzu qilasiz? Qadar yetgandan keyin xuddi men otamni eslagandek qo'shimchasiga bilasizlar, fizический ko'rinishi sotib bo'lmaydi. 3-4 ta rasmlar qolsa, albatta mendan keyin keladigan o'g'il bola, nevaralar, chevara, evaralar ham o'sha rasmni qolganda eslab turishini xohlayman, duo qilishini. Mayli muskulimga qarab turib, fizический formamga qarab turib, shunaqa baquvvat bo'lganlarda ikki og'iz so'z, joylari jannatdan bo'lsin degan so'z bilan eslab turishini xohlardim. Shu uchun kurashaman. Chunki bugungi kundagi topish tutishim, mashinalarim 100 yildan keyin eshik aravadan hurmati pastroq bo'ladi. Chunki eshik aravani hurmati oshib ketdi, chunki ekskluzivga aylandi. Hozirgi kunda kamayib ketdi. 50 yildan keyin bu xuddi haligi Buxoroga, Xorazmga borganimizda eski ot aravalar bor-ku, hamdaqa ko'rdimda. Unga birov teginishi mumkin emas. Milliardermisan, millionermisan, teginish mumkin emas. U eksklyuziv. Eshik arava ham eksklyuziv bo'ladi. Lekin Li, Gelenwagen, BMW hech qachon eksklyuziv bo'lmaydi, tashlab yuboriladi. Takже tashqi ko'rinish ham eksklyuziv bo'lib qoladi. Bilimimiz, ilmimiz eksklyuziv bo'lib qoladi. Bizni takrorlashlarimiz oilaga. Eksklyuziv. O'sha narsalarni eslash xohladim. Keyingi savolim, hozirgi kunda hammani kapitali har xil bo'ladi. Kimdirki yuqori, kimdirki past. O'shanday vaziyatlarda, ya'ni zallar ham har xil bo'ladi. Zalga kirib shug'ullanish, trenovka qilish, o'zini ustida ishlash qanchalik kapitalga bog'liq deb o'ylaysiz? Yaqinda darslik oldik mobilografim bilan. 2 dona fizikovkadan 400 mingga gantel, 50 mingga rezinka, 3 dona stulda ham trenirovka qilganmiz. Karantinda ham. Yetadi. Kardioga не обязательно беговая дорожка, ko'chada. Yosh kattaga salom berib o'tib ketishingni o'zi savob. Kimgadir yordam berib o'tib ketishingni o'zi savob. Ana o'shalar kardio. Kapitalda ahamiyati bormi, nima deb o'ylaysiz? Xonaga qamalib olsa kimdir bizdan pul oladimi? 1 soat o'zimiz ustida ishlab? Yo'q. Xo'p, bitta lavash necha pul turadi? 40 ming so'm tursa. Bir kunga necha pul sarflaysiz? Manmi? Men kamroq sarflayman, talaba Necha pul? sifatida. 50 ming. 100 ming so'm sarflayman. O, 100 ming yaxshi, yomon emas. Demak, 2 kunlik pulingizga ham zallar bor 200 ming so'mlik. Men 2 kun sarflamang shuni. Qolgan 28 kun mazza qiling. Nahotki shu kapitalga taqalsa. Sizlar zal deganda Bifitni narxi bilan o'lchamanglar, iltimos. Bifit kimlar uchun ochilgan? Eshikda mehnat qilib, soqqani zo'r topib, mazza qilish uchun o'sha insonlar uchun. Sizlar o'sha eshikda mehnat qilish degani 28 kun mazza qilish uchun 200 ming tejab, 200 ming so'mlik zallar ham bor. 300 ming so'mlik zallar ham bor. Muskul zal tanimaydi, tosh tanimaydi u. U tartib taniydi, bo'ldi. U Bifitda yuribsizmi? Centris'tamisiz, Crocs'tamisiz yoki Gladiator'damisiz? Farqi yo'q uni. Arzonchi zaldamisiz? В общем farqi yo'q. Chiqaveradi. Kapital prichom bu yerda. Prosta nimagadir maqsadlarimizni yo slishkim qimmat narsani o'ylab ustidan kulamiz yoki slishkim arzon narsa bilan o'lchab ustidan kulamiz. Mana yechim qayerda. Tushuntira oldimmi? Rahmat. Ikkita savolim bor va sizni taniganimdan beri shu savolni so'rashni orzu qilib kelardim. Orzungiz juda oddiy ekan, qarang. Xudo yaxshi ko'rar ekan, sirasi orzungizga yetib qoldi. Ha, kichkina orzularimdan bittasi edi. Bugunga nasib qildi, Xudoga ming qatla shukr. Birinchisi, hammamiz qaysidir ma'noda o'zimizni o'zgartirishga doimiy ravishda harakat qilamiz. Albatta. Sizningcha o'zimizni doimiy ravishda o'zgartirganimiz yaxshimi yoki ichimdagi menni to'laligicha qabul qilib, uni kuchaytirganimiz yaxshimi? Juda ham zo'r savol. Ichimdagi menni kuchaytirish juda ham muhim. Chunki hamma narsa bizga ichkaridan kelib chiqadi. Havas ham, hasad ham. Masalan, bugungi kunda
so'radida mendan, nima uchun sizga hasadgo'ylar ko'p, nima uchun negativlar ko'p dedi. Men sizga aytaman nima uchun ko'pligini. Ota-onang tirik bo'lsa avayla. O'tib ketgan bo'lsa xotirla. Farzandlaring to yaxshi ko'radiganlari paydo bo'lguncha seni yaxshi ko'rib turadigan perioddan foydalan. Birpasda katta bo'lib qoladi. Kayf qilma. To'g'ri yur. O'pshi yig'indisi baxtli bo'l degan so'zim uchun yomon ko'radi. Qaysi kontentimda ko'rdinglar bironta insonni faxshga chorlaganimni? Hech ko'rdinglarmi? Yoki mini yubkadagi bironta qiz bilan o'yin qilganmi? Yoki yechim olib va deb baqirib, qon to'kib, bir prikollar qilganini ko'rdinglarmi? Unaqa narsa bo'lmaydi. Men pedagogman. Shu uchun yomon ko'radi. Sen kibrsan deydi. Kibr bilasizlarmi nima deyiladi? Bu ichki his tuyg'uni qarang, o'sha menni yenga olmagan. Kibr manda Li 9 BMW topadigan pulim bor, senda yo'q desa kibr bo'ladi. Lekin men Li 9 oldim, do'stim. O'zimga e'tibor qildim. Sen ham shu ishni qilgin. Ahamiyati yo'q Li 9 olasanmi, krossovka olasanmi, lekin e'tibor qil. E'tiborlaringni markaziga o'zingni qo'y. Chunki baxtni markaziga oilangni sen yetagib borasan degan gapim uchun yomon ko'radi. Fahmli degan odamlar tushunib oldi uni. Zo'r gap gapirdingiz. Ular kommentda yo'q. Xafa bo'lib ketganim o'zimizda yosh yigitlarni ko'nglida shunchaki hasad qanaqa qilib turib 18-17 yoshli bolalarda shu darajada nenavis ichmaydigan, chekmaydigan, sportga da'vat qiladigan insonni yomon ko'rish. Bu juda ham katta katastrofa deyiladi. Ana o'shalar ichidagi menni yenga olmaganlar. Shaytonni uncha ko'p eshitib qo'ymanglar deyman. U eng oxiri iymondan ayirishgacha olib boradi hammadan. Ichingizdagi menni yenging o'sha olib boraveradi. Chunki nimaiki qilsak, nima harakat qilsak, ichkaridan kurashamiz. O'sha eng yomon ko'rganlarni ham eng yaxshi ko'rgan kunini egasiman-da men, Xudo qilib bergan. Meni eng yomon ko'rgan inson ham yaxshi ko'radi menga o'xshab onayizorimni mana Xudo xohlasa hajlarga sertifikat olib jo'natishimni, bolalarimni o'ynatishimni, nasib qilay Allohim deb ichidan so'raydi-da, lekin yomon ko'radi. Yomon ko'rganga bermaydi Xudo. Nasib qila olmaydi. U o'shanaqa o'tib ketadi. O'shanisi katastrofa. Eng oxirida kechirim so'raydi yana. Kecha storiesimga qo'ydimda, bolalar quchoqlab hammasi. Qadar yetganda janozada kim bo'lgan? Qanaqa odam edi deb so'raydi. Nima deydi? Yaxshi edi deydi. Nega endi oxirida laganlik qiladi? Umr bo'yi yomon qilib kelding-ku, nima qilasan lagan bo'lib? Oxiri ham aytaver chiqib yomon. Chunki asling ichingdan yaxshi. Yaxshi deysan. Sani ham yaxshi deydi. O'shaning uchun ichkarini yengaver. Baxtli bo'l. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Hozir hamma savol berildi, ko'proq yigitlarga tegishli savollar berilyapti. To'g'risi, siz oxirgi intervyungizni ko'rib, Aynan qaysi so'zimdan? aynan oxirgi sizni hayotingizda bo'lgan raddomdagi situatsiya Da, albatta. juda ham ta'sir qilgani. Albatta. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, shu intervyudan keyin o'zimning turmush o'rtog'imga bo'lgan ishonchim ming emas, undan ham ko'proq darajaga oshib ketdi, chunki ishonchim oshib ketdi. Keyin shuni so'ramoqchi edim, erkak kishini omadiga ayol kishini ham qanaqadir emas, juda ham ko'p Juda muhim bo'ladi. O'ta muhim. Shu narsa, lekin kontentlaringizda bu haqida gapirmaysiz. Shunga ayollarga ham, qizlarga ham, kelajakda turmush quradigan qizlarga ham ayol kishini qanaqa kачестволari erkak kishiga juda ham katta kuch beradi, shunaqa muvaffaqiyatlarga erishish uchun. Rahmat, juda zo'r savol. Sizlar bizga butun umr zagadka bo'lgansizlar. Sizlar tushunish juda qiyin. Chunki sizlar o'zingizlarni tushunmaysizlar. To'g'rimi? Aslida sizlarda yelkanglarga juda ko'p mas'uliyat, juda ko'p narsalarga ko'z yumish yuklangan, lekin rashk degan joyda hamma narsani yig'ishtirib tashlaysizlar. To'g'rimi? Bu tabiiy hol, endi jon bermoq deydi-ku, bu joylari bor. Sizlarni o'rganish juda qiyin. O'shaning uchun men yigitlarga tavsiya qilardim, bitta qizni baxtli qilishdan oldin o'zingizlarni, ya'ni men bu yigit gapirganidek ichimdagi ya'ni boshqaringlar. Zolotaya seredina. O'rtada yuringlar, me'yorda.
Menga o'xshashinglar shart emas. Lekin mendan zo'r bo'lishinglar kerak. Absolutno. Mendan zo'r bo'lishinglar shart. Muskul tomonlama emas, u juda oddiy narsa. O'ta oddiy. Befitda yurgan boyvachcha muskuli yo'q bola oilasini shu darajada shart-sharoitini go'zal qilib qo'ygan, shu darajada amallarni bajaradi, u mendan ancha krutoy. Mani qo'lim 54 bo'lgani bilan, uni qo'li 34 bo'lgani bilan, uni yutuqlari mani yutuqlarim mumkin oldi eshitma emas. Havas qilaman faqat. Yigitlar, qizlarni savoliga kelganda men har doim maslahat berardim. Iltimos 4 ta ayol bir bo'lib qolsa ishonavermanglar hamma narsaga. Men bu maqolni hech qachon eris o'ziga olmasin. Bo'ri yesa ham, yemasa ham og'zi qoni bo'ldi, shu bilan ketdi. O'sha narsaga olib borsangiz yomon. Yesa ham, yemasa ham og'zi qon ekanda, dedimi bo'ldi. Shunaqa erkaklar bor, hech qachon so'ziga chiqazmaydi, butun umr sizdan uzoq yashaydi. Jisman oldingizda, ruhan uzoq. Ana o'shanda oxirida u sizdan oldin ketadi. Sizlar baribir o'ldirib yuborasiz erkakni birinchi. Umr uzoq bo'lsa hammani. Bu statistikada bor. Rozimisiz deb so'raganingizda, ko'ziga qaraganingizda uyalishingiz kerak emas. Agar mabodo umr bo'yi davomida sizdan ruhan uzoq bo'lsa, u so'zida roziman degani bilan ko'zida rozilik bo'lmaydi. Iltimos shahanshohdek muomala qilinglar degani nimaga endi spa salon, saunalar, massajlar ochilib ketdi? Hamma erkak o'sha yerda. Nega? Yerda xotirjamlik bor, yerda xizmatkor bor unga. To'g'ri ma'noda. To'g'ri tushuninglar. Keyin erkaklarni statistika qildim. Meni bitta gapim bor. Nikohda ichgan qasamlariga amal qilgan oilani idealni hisoblayman dedimda, kommentga kirsam, o'zbek ayollari endi shunaqa yozibdi. Bormikan shunaqa erkak dedi. Keyin men shu bolaga videoga oldim. Zalimmi 85% erkagi zalda pishirilgan ovqat yeydi. Eshitib turing. 85% erkak zalda ovqat yeydi. Nech pulingiz bor deyman, tashqarida BMW bor deb qo'yadi. Xotiningiz qilib bermadimi deyman. Xotinini himoya qiladi mujikda. Endi charchiydi-da endi. Xotiningiz vazirlikda ishlaydimi deyman. Yo'q, uyda deydi. Men charchab qolganda deydi. Mujikda yashiradi, g'ururi sizlarda uni, orisilar. Mayli qo'yavering deydi. Men sizga aytaman nima uchun ko'chada ishini. 2 marta etkisi kelmagani uchun. 1 marta aytadi erkak. Ikkinchi marta deydi o'zi yeydi. Keyin o'ylab qolaman. Vrodi nikohda nima deb qasam ichgan deylar. Xizmatini qilaman, yotib olib, polni toshsa ham billa, qiyinchilik kelsa ham billa. Nahotki ertalab turib, vaqtli turib qiyinchilik kelmagan, oilasini обеспечить qilib qo'ygan o'sha erkak. Nahotki ertalab turib ovqatini idishga solib qo'yish mumkin emas. Meni seving, ovqat pishirgan emas deb. Qattan bilasiz, o'sha zalda chiroyli qiz ovqat pishirib turgan bo'lsa, birinchi ovqatini, qo'lidan bo'lgan ovqatini balkim o'zini sevib qolar ekan. Keyin kim aybdor? Siz xiyonatkor ekansiz deydi. Bechora. Kim ko'proq amal qilmas ekan nikohda ichgan qasamlariga? Yashang. Erkak hech qachon ayolga gap qaytarmaydi. Ayol gap qaytaradi. Erkak hech qachon o'zidan o'zi kelib urmaydi. Sizlar tasavvuringlarga sig'dira olmaysizlar, ko'chada qanaqa lagam, qo'pol qilib gapirganda yomon insonlarga ishimiz tushadi. Hop deb qo'limiz ko'ksimizda deb turamiz. Bir bog'darib tashlaydigan bola bo'lmasa, sizlar uchun jim turamiz. Tishimizga qo'yib turamiz. Bit turib og'darib ichkariga kirib ketsa, mendan ishtima ketmadi-yu deydi. Uni oilamchi deydi. Ko'p hollarda ertalab turib ovqat pishirgisi kelmaydi. Yana qasamga amal qilmas ekan bechora erkak. Voy. Mana yechim. U foiz endi boshlandi. Muvaffaqiyatda ayolda necha foiz hissasi borligi erkak kishi topish-tutishi zo'r bo'lganda ko'rinadi. Yo'sa o'zgarmaysizlar, o'zi ayol hech qachon o'zgarmaydi. O'zgargandek ko'rsatadi o'zini. O'zgarmaydi ayol. O'zgargandek ko'rsatadi. Iloji yo'q, o'zgarmaydi. Qanaqa o'zgaradi? U o'zgarmaydi. Albatta muvaffaqiyatlarimni
50%ni ayolimga bog'layman. Bu tabiiy hol. Ayolimni yaxshi ko'raman, birga boshlaganmiz. O'sha 57 ming so'm yo'l kiram qolishidan oldin mana shu yerda orqada ukam turibdi. Ikkalamiz qo'llarimiz bilan uyimni remont qilganman. Mani Malika qizim kirib kelish uchun pulim bo'lmasa ham qo'llarim bilan remont qilganmiz. Mana u orqada turibdi. Shu bola tirik guvoh, rasmlarga olib qo'yganmiz. Tezda artib, nechigacha edi Fayoz? Ertalab soat 4:30 gacha artganman, mani kichkina qizim kirib keladi deb. Mani ayolim kirib keladi deb. Haqqim yo'q mani ayolim bunaqa diskomfortga kirib kelishga deb artganman. 4 ta usti ham guvoh. Artib tozalaganman. Borib turib ayolimga gul olganman. Oxirgi pulimga. Endi o'sha yo'l kiramga qolganiga yigit boshimni uyaltirma deb turib Yandexdan Malibu 2 ni ko'rib xursand bo'lib ketganman. O'shani ham videoga olganman. Shu paytingizda ayolingiz sizdan nolimaganmi? Davolni bo'lganmi? Eng asosiysi Hech qachon. Vot, mana o'sha sizni muvaffaqiyatingizga menimcha eng katta sabab bo'lsa Hech kerak. qachon ayolim hech qachon mendan nolimagan. Nolimaganliklari Yo'q. o'sha vaqtda. Chunki noligan kun undan ketaman. Hech qachon. U mendan qachon nolishi kerak? Hech nima bo'lmasa ham ichib, izdivatsiya qilib, prikol qilib hamiyatiga, nafsoniyatiga tegsam. Men hech nima bo'lmasa ham boshimda ko'tarib, qizlarim bilan ko'chada aylanib, meni mashinam bo'lmasa ham Makroni kolyaskasini shu yigit olib chiqib berardi. Tug'ilgandan beri men bilan birga shu yigit. Kolyaskada itarib yurardim. Adrenalin his qilgisi keldi qizimni, tezlik. Kolyaskani olib bitarganman. Sani hali mashinada olib yuraman qizim deb. Bugun o'sha BMW'ni biladi. BMW zakaz qilganman, 2 kishilik BMW'ni biladi o'sha. Xudo xolisa, biz ham yosh oilamiz hozirgi kunda. Qanchadir muddatdan keyin albatta Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Yosh oilaga ham 11 yil. Voy, nimaga butun umr yosh yashang? Parijga har doim bir-biriga yosh. Xudo ko'rsatmasin boshqa turmushga shu oila kecha qurilganda. Xudo ko'rsatmasin boshqa turmushga o'tsangiz, unga qari ko'rinasiz. Lekin ikkita Parijga boshidan boshlagan para butun umr bir-biri uchun yosh. Chunki bizni ko'zimizni siymosida o'sha tanishgan kunimiz qoladi. Xuddi boya Titanikka qaytsangiz, Rose ko'zini oldida Jack qoladi. Kamerani uzoqlashtirganda uje qarib ketgan. Siz eringiz uchun butun umr 18 yoshsiz. Shahzodaning ashulasi bor, men sen bilan 60 yoshda ham jajji qizchaman degan. To'g'rimi? Lekin 11 yil demang, 111 yilda ham gapiring, yosh oilamiz deb. 11 yil ham как будто 1 yil o'tganga o'xshab ko'rinadi. Qizim bo'yi o'zi baravar bo'lib qolgan, qarab turib kim eding deb qoldi. O'sha babushka bo'lishga tayyorlanadi. O'sha katta bo'lib qolgan. Endi oxiriga aytmoqchiman, xuddi shu sizni gaplaringizdan keyin yana ko'p boshqa insonlar Instagramda ham yaxshi tomonlari juda ham ko'pligini men endi his qilyapman-da, o'zimga plusiga yaxshi tomonga foydalanyapman Instagramdan. Albatta. Juda sizdan yana ko'p boshqa insonlardan shunaqa gap so'zlarni eshitib, o'zimga xulosa chiqarib, turmush o'rtog'imga juda ham ishonchimni juda ham baland qildim oxirgi vaqtda. Oxirgi 1 oyda o'zida rezultati bilindi-da. O'zim ham ishlardim, ishdan umuman chiqib ketdim. Tavakkal qildim, faqat xo'jayinimga bersam, men o'zim ularni duo qilib, farzandlarim bilan ovora bo'lay iloji boricha, oilam bilan, osh-ovqat bilan deb anaqa qildim-da. Ularga topshirib qo'ydim hamma mas'uliyatni. Ularga aytdim, men sizga ishonaman. Shu narsani qo'lingizdan kelishiga dedim. Uje shunda rezultat uje ko'rinyapti. Uje ko'rinyapti. Chunki eng katta hijolat sizdan ko'radi erkak. Men bilan baxtlimikan u deydi. Erkak yo'qchilikni sezmaydi. Biz esimizni taniganimizdan beri yo'qchilikni qozonida qaynaymiz. Hozir ham pulim yo'q. Rostdan, hamma pulim xotinim oldida turibdi. Voy, kashlogimni qo'llasangiz, bir 500 ming so'm pulim bor ekan deyman. 500 ming so'm bu yoqqa ishlataman deb olib yurib, shuni ham 50 mingini ishlataman. Zalda Shahzoddan so'rasanglar, hech ham ko'chadan ovqat yemayman. Xotinim jo'natadi 5 mahal. Qaysi anaqadan olasiz? Qaysi futdan olasiz? Qanaqa fut deyman. Xotin futdan keladi deyman. Shahzod kim? Bilamsizmi siz? Uzr. Shahzod shogirdim shu, mama asnavachili. Mana shu yerda yig'ilib turganingizni shu bola bir vaqtlar orzu qilib harakat qilgan bola. Ko'p gapirib yordim, yana bitta gapni aytmoqchiman. Uzr, sizni ham bezovta qilaman. Siz ayolingiz bilan men bilmagan edim. Bir davrada o'tirib qoldim. Keyin shundan ham o'zimga xulosa chiqardimki, shunaqangi sodda, shunaqangi oqko'ngil ayol ekanlar, juda ham. Shundan o'zim insonlarni ko'rib o'zi xulosa chiqarar ekansizda, hamma narsa oddiylikda. Boyagi gapimga qayting, to'rtta ayolning gapini eshitib miyasi rivojlanib ketavermasin yomon narsalar bilan. Hech kim bilan gaplashmasa ham erini eshitishi bilsin bo'ldi.
O'sha ayol sodda bo'ladi. Sodda ayol erini baxtli qilishiga sabab tilini tiyishni biladi xolos. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Mana shu bolaning savolini eshitib ber ukajon. Ber, yaxshimisan? Salom bor. Ahad aka, siz zalingizga xudo xohlasa chiqsam maylimi? Adam anaqa 1 yilga befitga narsa olib beraman dedilar. Befitga borib ko'rdik. Keyin Anaqa nima edi? Hammasi yaxshi, birga trenirovka qilamiz dedilar. Lekin men sizni ko'rdim, keyin men men Ahad akam bilan trenirovka qilaman deb o'shanaqa dedim-da. Sizga chiqsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Albatta. Befitga hozir tushuntirganimdek haqqing yo'q sani. Adangga boshqacha gapirgan. Ada o'sha befitga ketadigan pulni o'zingizga chiroyli kiyimlar olingda, menga o'sha arzonroq zaldan ham olib beringda. Mana shu insonga ixlos qildim, harakat qildim. Befitga hali men sazovor emasman. Befit shunaqa joy ekan, insonlar уже rivojlanib, o'zini ustida ishlab, topishi zo'r bo'lganda kiradigan joy. Men hali etga loyiq emasman. Inshaalloh yaxshi pul topib, siz o'qitgan yo'nalishda zo'r bo'lib, ikkalamizga abonement olganda kiramiz degan. Shunda otang hayron qoladi, o'g'lim boshqacha bola bo'lib qopti. Qara senga xavotirda ota shu darajada senga xavotirini urushmasdan shu darajada o'tiraver. Xavotirini urushmasdan o'g'ilga komfort yaratib tushuntirib berishini ko'rdinglarmi? O'g'lim, xohlasang befitga senga abonement olib beraman degani ota уже ichkaridan xavotirdada o'g'il semirib ketganiga. Kecha semiz shogirdcham Ahad aka, agar 35 kilo tashlasam 3 oyda adam menga 40 ming berar ekanlar dedi. Bolalarning ichida hazil-huzul qildimda, bu yoqqa olgandan keyin otangning ko'nglida 40 ming emas, 40 milliardlik xavotir bor dedi. Bas qilishi. To'xta. Ilojisi yo'q. 40 ming to'g'risida o'ylama. Boyagi cheksiz xavotir to'g'risida o'yladi, yeverma narsani. Hamma narsang bor. Demak, otang seni xavotirini befit darajasida bildirdi. Tushuntira oldimmi? Sen kerak bo'lsa ko'chada peshkom yurib bo'lsa ham, bo'lar bo'lmas narsani yemasdan ozib, otangga befitsiz ko'rsatganda, o'sha abonementni o'zingizga olishingizni o'g'il sifatida tilardim degan. Shunda yutasan. Senga otang sog'lom bo'lish kerak. Agar otangga bitta narsa bo'lsa, bu yerda o'tirmaysan. Nettoshda befit ukam. Gummaxonaga ham kirgizmaydi seni hech kim. Bu borgan. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Qarshidan keldim ustoz. Sizga havas qilaman. Rahmat. Berayotgan ilmlaringizdan Alloh rozi bo'lsin, xayrli qilsin. Ustoz, sizni kuzatib turaman. Hayotingiz davomida energichni yurasiz. O'sha energichligingizga sabablardan birini ayta olasizmi? Ikki kishi bilgan narsa sir emas u. Uni o'sha siringizni hayotimiz davomida o'zimiz topishimiz uchun bizlarga yo'nalish bersangiz xursand bo'lardik. Kattagan rahmat. Farzandsizlar a? Shunday. Ota-onangiz Hayotlar umrlari uzoq bo'lsin. Sal horg'in ko'rib qolsangiz og'riydimi? Ko'ksingiz? Albatta. Endi eshikdan kirib kelganda energetichniy sumkalarda, krossovkalarda kirib keldida ota. Nima o'tadi ichingizdan? Undan ham ko'proq energiyaga stolasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun demak buni qofiyaga solganda meni energiyamdan energiya oladiganlar insonlar uchun meni energiyamdan mana qofiyaga solib beraman. Meni energiyamdan mendanda ko'proq energiya oladigan radnoylarim uchun yanada ko'proq energiya olishga harakat qilaman. Ular uchun. O'zim uchun emas. Xudo shu niyatimni shunchalik go'zalligini ko'rib, undan-da ko'proq beraveradi. Ana o'sha narsa. Yana bittasi rahmat kattakon. Ustoz, sport betanalari haqida. Ularning ayrimlari inson genini o'zgartiradi deb eshitdim ustozimdan. Iloji yo'q. Inson genini hech kim o'zgartira olmaydi Allohdan boshqa. Shu sport pitaniyalardan xavflilarini ayta olasizmi biz uchun? Yo'q, sport pitaniyani ximическiylari xavfli. Bad xavfli emas. Aptekadagi dori xavfli deb o'ylaysizlarmi? Nega? Xavfli chunki ximiya-ku. Nega xavfli deb o'ylamaysizlar? Chunki men sizlarga aytaman, oq xalatdagi inson aytgan. Sport pitaniyani biz gapirganimiz uchun qanaqadir yo'ya bu tupoyda deydi. Aslida sizlarga dori yozib bergan doktorning o'zi u dorini ichib ko'rmagan hali. Biz o'z ichimizdan o'tkazib bo'lganmiz. Men ham hozir chiqib gapirsam, butun auditoriya qarab turibdi, mamlaqa qilsam, hamma ishonib qoladi. Na samom деле unaqa emas. Qilib ko'rmagan narsamni gapira olmayman. Masalan, qilib ko'rmagan narsam nima? Angliyskiga chiqib turib
IELTSga tayyorlanmaganman deb gapiryapman o'zimcha. Shahzod o'zi tayyorlanganmisiz aka deydi. Yo'q, tayyorlanmaganman, qo'yib yubordim dedim. Qayerdan gapira olaman? Prosta sizlarning e'tiboringlarni qaratib, angliyski IELTSga bu tayyorgarlik noto'g'ri. Men sizlarga mana 50 ming so'mdan kanalimga o'tinglarda zo'rni o'rgataman desam, 50 mingta odam o'tadi. 50 mingta odam kecha o'tirib hisoblaganda haziloni yaxshi ekan, bitta pashti zo'r Mercedes-Benz puli chiqar ekan, zato menga kim nima deydi? Yo'q, men shu metodika bilan o'rganganman deb qo'yaman. Bu narsa yoqmaydi. Shu joylarni hisobga olish kerak. Alloh kattakon rahmat ustoz. Allohga omonatsiz. Rahmat. Qizlarimizdan. Qani qizlar, kimda savol bor qizlarda? Bering singlim. Beravering bemalol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har bitta sportchida baribir xato bo'ladi yo'lda. Sizda qanaqa xato bo'lgan va qanaqa saboq olgansiz u xatodan? Sport yo'nalishidami? Ha. U juda ko'p travmalarim bo'lgan. Endi bu Allohga guvoh, o'zim va ayolim ro'za paytida qattiq trenirovka qilib borib, eng og'ir olgan travmam o'sha bo'lgan. Haqiqatan triggerni tochka degan bordi. Bu sizlarga tushunadigan tilda qalin tros bor, sim stalban. Uni ichidagi kichkina bittagina sim uzilib ketsa ham o'ta qattiq og'riq berar ekan. Shu o'tirgan joyimda haqiqatda o'sha ovozim chiqadigan darajada baqirardim. Xatolarim shu bo'lgan. Undan keyin 1,5-3 soatlab zalda yurish xatolarim. O'zimcha sport pitaniyalarida bir 100 xilini 2 yillab ichib ko'rganim. Gap shunday ekanda deb o'ylab. Mana shular xatolarim. Bugungi kundagi yigitlar berib turgan savollarda xatolarni men bular ongida o'tkazib turgan bo'lsa, men jismimda o'tkazib olganman. Shular xatolar. Aslida bilim olish uchun, sportivniy bilim olish uchun haftada 3 kun 1 soatdan to'g'ri yo'nalish olsa, butun umrga yetar ekan. Negadir hamma ustozga shogird tushsam, butun umr tushaman deb rasxod deb o'ylaydi. Yo'q, aqlli bola 3 oyda ham o'rganib chiqib ketadi. Eng qizig'i butun umr ishlatadi. Xohlasa bifitga, xohlasa sentriska, xohlagan zalga kirib ishlatadi. Uni hech kim o'g'irlab ola olmaydi undan. Xatolarimdan bittasi ustozsiz bo'lgan. Ustozsiz tarbiyalanib kelganman. Endi biz paytimizda ustoz mana bunaqa YouTube unaqa narsalar yo'q edi-da. O'rganib, izlanib tushunadigan akalarning yonida hijolat bo'lganman-da, uyalchang bola bo'lganman. Ko'rib, birlashtirib, bu yil bitta metodika qilib ko'rish uchun mana bitta atlet 1 yil metodika qiladi. 1 yil 300 gram grechka qilib ko'radi, ishlamasa 200 ga tushib ko'radi, 175 ga tushib ko'radi. Tushadiganini keyin boshqada qilib ko'radi, keyin metod sotadi. Yil kerak bunga. Ana o'sha yillar davomida qilingan xatolarim. Ularni iloji boricha takrorlamasligi uchun hozirgi kundagi shogirdlarim ro'za payti euforiyaga berilib ketsa ham, Shahzod ham biladi, kerak emas deyman. Me'yorda. Chunki kichkina volokna uzilib ketsa ham yomon og'ritadi. Shunaqa. Rahmat. Rahmat savol uchun. Ahad aka, assalomu alaykum. Mana boya Shahzod akam aytganlaridek, ko'p yengil boshlayotganlar 1-2 hafta chiqadi zalga, motivatsiyasi baland bo'lganda, keyin u yog'iga har xil negativlarni eshitib, motivatsiyasi tushib ketadi. O'shani motivatsiyani, disiplinani qattiq ushlash uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Negativni hozir gapirdim, ukam. Prosta tak yaxshilik qilsang ham yomon ko'radi. Uni naturasi shunaqa u inson. Keyin maslahat berib o'tib ketardim. Yaxshi kontentlarni himoya qilinglar. Bee'tibor bo'lmanglar. Yaxshi kontent qanaqa? Chiroyli gapirgan yigitlarimizni kommentiga kirsam, shunaqa so'zlarni yomonlarni yozib tashlaganda, bolalar bee'tibor bo'lganda, yaxshi bolalar ko'paysin. Ertaga farzandinglar tasavvur qilinglar, shunaqa qo'pol qilib gapirganda bispantoviy vayn olishni xohlarmidinglar? Yoki singlingiz, yoki akangiz. Tasavvur qiling, qanaqadir keraksiz vayn. Demak, kerakli yo'nalishni himoya qilmagandan keyin u yo'nalish tugaydi. U odam yutqizmaydi. Uni o'zini auditoriyasi bor, u yutqizmaydi u. Lekin mediadan tugagandan keyin bolalaringiz mediaga qarab qoladi. Shuning uchun negativga e'tibor bermang. U motivatsiya o'lib qoldi. Motivatsiya o'lmaydi. Motivatsiya hech qachon o'lmaydi. Motivatsiya o'lib qoldi, qachon o'ladi? Motivatsiya inson o'lganda o'ladi. Bugun qanaqa motivatsiyaga to'lib kelding? Gaplashaman, savol nimaga o'lib qolmadi motivatsiya? Ertaga ham o'lmaydi. Motivatsiya o'lib qolmaydi. Prosta dangasaliging uyg'onadi bo'ldi. Povod berma unga. Dangasalik menda ham bor. Boya gapirdim, butun umr yonmayman. Nega endi men povod berishim kerak ekan? Otam meni boqish jarayonida povod bermaganda. Otang ham povod berganda-chi. Bu yerda o'tirmasding. Demak, seni haqqing yo'q. Seni navbating. Sekin navbat almashadi ota kuchdan qolgandan keyin. Sen boshlaysan parovozni tortishni.
Tayyormisan? Все, o'sha narsani, parovoz juda og'ir bo'ladi. Yerda adajon yordam bering ketmaydi. Yerda o'zing bilan o'zing gaplashaverasan, miyangda faqat majlis ketadi. Miyangni ikkita shar bir-biri bilan gaplashadi. O'shaning uchun gaplashishni hozirdan boshlasang, ikkilanib qolmaysan. Negativga qarama, lekin pozitivni himoya qil. Men shuni tushunib yetdim, oxirgi paytlar har xil negativlar, men to'g'rimda bir ikkita videolar chiqib ketdi-da. Xiyonatga tayyor tur. No, esankirab qolma. Boya janozaga borgan bolalar bora, bilasizlar, o'tganda yaqinini oldiga chaqiradi-da, nima deydi? Domla, agar xat hujjati bo'lsa, qarzini bo'yniga olishga tayyormisiz deydi. Xat hujjati bo'lsa. Iltimos, kimdirni yomonlab video qo'ysa, qo'lida xat hujjati bo'lmasa, dalil ko'rsatmasa qo'shilishib yomonlamaylar. Men u odamni yaxshi ko'rsanglar, gunohni bo'yniga olasizlar. Даже mayitni bitta temasi bo'yicha xat hujjat so'raydi. Mayitni uni mas'uliyatidan qo'rqadi. Negativga e'tibor bermanglar. Negativ aslida ichkaridan sizni yaxshi ko'radi. Nega sizni yaxshi bo'lishingizni xohlasin? Bormadi qo'yadi. Chunki siz zo'r bo'lishingizni xohlamaydi. Men ham kulgan boshida borganimda. Kontentimni boshlaganda даже eng yaqin do'stlarim kuldi bir ikkitasi. Haqiqatda kuldi. Hozirchi. Endichi. Men kulishim kerakmi? Men kulmayman. Chunki o'zi kuladi. O'zini ishi kulguliligini tushunadi. O'shaning uchun kulgiga qolma. Agar kuladiganlarga e'tibor bersang, kulgiga qolasan. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxirgi intervyungizda bitta gapingizni tushunmay qoldim. Katta farzandli otasi o'tgandan keyin oxirgi qarorni qabul qiladi. Oxirgi tochkani o'zi qo'yadi. O'sha gapingizni ozgina ma'nosini tushuntirib berasiz? Juda zo'r savol. Otangiz hayotmilar, umrlari uzoq bo'lsin. U bu narsa sotib olishdan oldin yozasizmi? Mashina haydaysizmi? Xudo xolisa mashina olganingizda so'raysizmi, nima deb o'ylaysiz? Xotirjamsiz. Bitta ishni boshladingiz, qanaqadir boshingizga tashvish tushdi-da, xiyonatlar, aldovlar. Nima qilay, ota deb so'raysiz. Tochka qo'yib beradi. Bilasizmi qaysi so'z bilan? Bardam bo'l o'g'lim deydi. O'sha so'z bo'lmaydi. Ana o'sha tochka deyiladi. Nima qilay deysiz-ku? Yo'q o'sha so'z. Uni chuqur ma'nosi shu. Nima qilay ota, siz bardam bo'l deydi. San bil. Tochka qo'yasiz. Amanda har safar vergu. Nima qilay? Yo'q. Nima qilay ota, mana bunaqa narsa, mana bunaqa xiyonatlar. Nima qilay ota, mana bu uyda mana bunaqa joyi. Yo'q, faqat jimlik. Onam tushunmaydilar bunaqa narsani. Eng og'ir masala. Singlimning hayotida nimadir bo'lsa, otam qaror qabul qilish kerak. Endi men. Bu juda og'ir bu. Uni ma'nosini tushunishingiz uchun ilohim yaqin 100 yillikda tushunmagan. Uni tushunish uchun ota ketgandan keyin ana o'sha otasi yo'qlar tushunadi. Tushuntira oldim? Qarorni ota qabul qiladi. Bu o'ta og'ir juda ham qaror qabul qilish eng qiyin narsa. Haligi bitta videoda ko'rdim. Podshoh oldiga kirib kelganda podshoh o'ylanib o'tirgan ekan. Nega o'ylanasiz deganda, qara, qaror qabul qilishim kerak shu fuqaromga. Siz podshoh-ku, yo'q, yo'q, bu har bitta qilgan qarorimning javobi bor. Bu bilasizmi qanaqa qiyin? Juda qiyin. Uylanmaganmisiz? Yo'q. O, hali uylaning, qarori ko'ramiz. Sizga qarab turadi xotiningiz, bolalaringiz, umringiz uzoq bo'lsin ilohim, shu nasib qilsin. Qaror qabul qilish kerak-da. O'sha payt otani oldiga borasiz. Mana shunaqa joy. Salomat bo'ling. Qani bering siz mayli. Keyin. Assalomu alaykum. Rahmat. Yoshlar, hurmatli yoshlar. Men Kamol ismim. Andijondan keldim. Shu anaqa siz bilan ko'rishaman deb. Men rahmat aytmoqchiman sizga. Sizni tanib, sizni kuzatganimdan boshlab hayotim o'zgardi. Sog'lom turmushga, уже mana sizni tanigunimcha sog'lom turmushda emasligimga уже aqlim yetdi.
butun oilamiz bilan kuzatamiz, hurmat qilamiz. Hamisha sog' bo'ling, Rahmat. salomat bo'ling. Bolalaringizga bosh bo'ling. Rahmat, aytganingiz kelsin. Bitta anaqam bor edi, ko'proq ayollarga ham kontentlar olib anaqa qilsangiz. Harakat qilamiz. Shuni aytmoqchi Sizlar erkakni baxtli qilib, mas'uliyat his qilinglar, albatta olamiz. Rahmat Chunki katta. men statistika bo'yicha har doim video olamanda, ko'ngillarga olmanglar. 75% erkaklar norizo. To'g'ri tushuninglar. Men uni maqtab chiqa olmayman. Chunki men nikohda deb qo'yilgan videoyimda statistika o'tkazib, Shahzod bilan ko'rgan, bularni betda ovqat yeyishini ko'rib, sizlar kerak bo'lsa uxlamasdan erkakga komfort yaratib berishinglar kerak, чтобы sizlarga komfortli hayot bo'lishi uchun. Agar uni komfortiga e'tibor qilmasanglar, sizlar diskomfortga kirishni boshlayverasizlar. Qanaqa sizlar maqtashim mumkin, когда u diskomfortda yursa? Maqtash emas. Nima? Pitaniyamiz bo'yicha. Pitaniya? Ha, ayollarga ham. O'sha siz aytgan anaqalaringiz bo'yicha o'zimga keraklilarini olib me'yorda yeng mana. 15 kilo vez Kallari, tashladi. qudanda, mallari. Hech eshitganmisiz? Men anaqamni hech gapirmaganman. Men uylanganimda vallohi bekor qilib tashaganman tog'orachilik. Qaynonam hayron qolgan. Bor gap. Iltimos, men qizingizni tog'ora bilan baxtli qilmayman, o'zini baxtli qilaman deganman. Bor gap. Ishonmasa kim gapirishi mumkin? Bemalol so'raylar. To'polon bo'lgan, qaynonam xafa bo'lgan, yig'lagan, bu odatlarni olib tashlaylar. Chunki bu odatlar meni tarafdan kirib kelgan ayollarni ham sizlarga chaqiradi, uni ichida meni yomon ko'radiganlar sizlarga yomon gap olib kirsa, ikkilanasizlar deganman. O'chi ikkalamizni o'rtamizga qo'yib beringlar, olib tashlaylar bu narsalarni deganman. Kerak emas tashvish deganman. Men taklif qilardim. Iloji boricha qizingiz boshqa narsa bo'lsa boru, olib tashlaylar mana bunaqa narsalarni to'yida. Azob bermanglar bu ikkalasiga. Nima kerak shuncha narsa? Qo'pol qilib gapirganda kim sizlar bu ikkalasini baxtini somsa bilan shashlik bilan o'lchaydigan? Almashtiradi. Kim sizlar? Shashlik somsani ko'chadagi alkash ham yeyveradi agar puli bo'lsa. Rahmat, hurmat. Ha, tog'orasida nechta non kelibdi deb sanaysizlarmi? Sanaladi. Bitta bersa kim bizga yomonlik istabdimi deb qo'yadi. Bu shu, охренели что ли? Bitta non olsa yomonlik ekan. Sizga veshni yomonlik istaydi dushmaningiz. 4 ta non bilan ham yomonlik istaydi. Tilla berib ham yomonlik istaydi. Yomonlik istayman desa. No Alloh asrayman desa, sizga yarimta non bersa ham yomonlik qilmaydi. O'shani his qilinglar, bidatlarni olib tashlanglar, iltimos. Rahmat katta, Salomat hurmatim bo'ling. cheksiz oilam bilan. Rahmat, salomat. Rahmat. Savol. Rahmat. Yaxshini himoya qilinglar. Agar yaxshini himoya qilmasanglar, u yaxshi kontentlar bizda tugagandan keyin borib, demak hayot shunaqa ekan deb qolasizlar. Bachkana kontentdan iborat. Bo'lmasa Yaxshini faqat quruq kuzatish bilan cheklanmanglar. Himoya qilinglar, chunki u sizlarning orzu-havasinglar bo'lishi mumkin. Orzusini himoya qilish kerak bola. Bolalaringizga shuni beringlar. Qaysidir kontentni ko'rib tursanglar, u unga nisbatan yomon gap yozilgan bo'lsa, himoya qilsanglar bor, o'shalar to'xtaydi. No hech kim himoya qilmagandan keyin negativ kiradi, hamma negativ yozibdi deydi, pozitiv o'ylagan bola ham, demak bu haqiqatan ham shunaqa ekan deb, u ham negativga aylanadi. Keyin farzandlarimiz ham negativga aylanadi. Nevaralarimiz ham. Negativda rahm bo'lmaydi. Keyin kuchdan qolganimizda, rahmga muhtoj bo'lganimizda, Alloh o'zing mana shularni sabab chiqadiganimizda, unda rahm bo'lmagandan keyin hayotda xizmatingiz qilmaydi. Yaxshini himoya qilinglar, bilimlini, ilmlini himoya qilinglar. Prosmotrlarni ko'raman, bilimli, ilmlilarni 0. 0. Tarbiya 0. Himoya qilish kerak. Faqat qarsak chalib kuzatib qolmanglar, himoya qilinglar. Men yaxshi ko'raman bu inson, sen kimsan sen вообще deb. Kerak bo'lsa sen davay ke, mana shu insonning oldiga birga boramiz deb himoya qilinglar. Meni emas, kimnidir yaxshi ko'rsanglar. Men o'zimni himoya qila oladigan darajada kuchim bor-da, Xudoga shukr. Keyin bir kun kelib, bu shuncha insonga kontent qildim, baribir tushunmas ekan deb kontentlarim yopiladi. Shunaqa bo'ladi, yopiladi. Men o'zim ishimni qilaman, o'sha reklamamni qilib olganman, meni tanigan odamlar qo'ng'iroq orqali chiqaradi, lekin sizlarga kontent kelmagandan keyin, mana bu bola Qashqadaryodan, siz Andijondan dedingizmi, ruhlanish yo'qolgandan keyin insonning ichida qanaqadir orzu-havasi tugaydi. Qaysidir joyga intilmaydi. Oldimga kelib energiya olishinglar boshqacha, to'g'rimi? Onlayn boshqa, offlayn boshqa. Bu yigitni ham himoya qilmasa hamma joyda bu yigit o'ziga topar tutar, yetarli, o'ziga yarasha 30 ta boyga mo'ljallangan narsani qilib qo'yadi-da,
keyin yopadi. Rahmat. Topshiramiz, xudo xohlasa. Qo'l qo'yib berishim kerakmi? Qatiga qo'yib bering. Mana shu birinchi bog' bo'lgan. Esdalik deb yozib qo'yaylik. Aynan atom odatlar kitobini tanladik. Kitoblarning to'g'risida gapirib turgin. Chunki aynan shu kitobni o'zim 3-4 marta o'qiganman. Intizom qilishga, yomon odatlarni yo'qotib, yaxshi odatlarni shakllantirish uchun juda ham zo'r kitob. James Clear degan odam yozgan, o'zi ham atlet bo'lgan. Juda ham bir anaqa izlanishlarga, faktlarga asoslangan kitob. Asahiyda ham bestseller, eng ko'p dunyo bo'yicha ham O'zbekistonda ham sotilayotgan kitoblardan. O'ylaymizki, shu kitob kimga nasib qilsa hozir kitobni o'qib albatta yomon odatlardan voz kechadi va hayoti o'zgaradi. Mana shunday Bo'laganmi? Bitta qo'l qo'yib bersangiz. Stalayman ustoz, bu bitta kitobni menga berasizmi deymanda shuncha savol bergan. O'zingning qiyinchiliklaring to'g'risida ham ozgina gapirishingni xohlardim. Shahzod iloji boricha rahbar inson o'ziga yarasha subordinatsiya ushlaydi-da, majbur. Lekin men buni ustozi bo'lganim uchun ko'pincha qiyinchiliklarni gapiradi. O'ta katta bosim, o'ta katta azob bu yigit boshqa shaharda, musofir yurtda buni yengib kelib o'zini mamlakatida bunaqa savob ishni berishi bu ibodat darajasiga kiradi-da. Men har safar otamni boshiga borganimda otam pedagog inson bo'lganda, umrini oxirigacha dars bergan. To yigitligidan. Otam bu dunyoda bergan bilimlarini, o'quvchilariga bergan ta'limlarini, ilmlarini Allohim iltimos sanman. U dunyoda ibodat darajasida qabul qilib, gunohlari kechirilishiga sababchi qilganini so'rayman. Takji sanga ham shuni tilayman. Har bir bergan o'quvchingga bergan ta'limingni Alloh ibodat darajasida qabul qilsin. Chunki Allohning bandasini shunaqa aqlini rivojlantirganingda o'ziga yarasha jannatiy bandalardan qilsin. Bu hayotda jannatiy hayot berdi-da, bu bekordan bekor emas. Chunki seni kuningni juda ko'pchilik orzu qiladi. Ko'rmaganlar bor. U dunyoda ham xuddi shunaqa geliklarda yurgan ilohim. Bu juda zo'r narsa bu. Rahmat ustoz. Albatta boshqa ustozlarimizdan ham eshitamiz. Mana tadbirlarga, treninglarga, seminarlarga pul to'lab borganda ham anaqa ko'pchilikda kutuvlari xato bo'lar ekanda, ya'ni butun tadbir davomida men yangi narsa o'rganishim kerak degan narsa bor-da. Lekin ustozlarimiz aytadilarki, shu bitta tadbirga kelding, o'zing uchun bitta narsa o'rgansang, shu sen uchun kerakli narsa. Chunki mana 1,5 soatlik, 2 soatlik kinolarni ham ko'rasizlar-da, ichidan bitta narsa olasizlar-da, ya'ni bitta g'oyani tushuntirib beradi-da. Mana hozir Ahad akam kelib, mana 1,5-2 soat sizlar bilan bir davra suhbati bo'ldi. Yana shuncha savollarga javob berdilar. Men o'ylaymanki, bitta emas, bir nechta yaxshi g'oyalar oldingizlar. Endi yana bitta narsaki, mana ertalab turib yugurishi foydaliligini yoki sport bilan shug'ullanish kerakligini bilamiz-da. Ko'p gapiramiz, bilamiz, eshitamiz, lekin hamma gap amalda qoladi. Shuning uchun ham o'ylaymanki, mana men kecha ham o'zimizning menejerlar top komandamiz bordi. O'sha komandada bolalarga guruh ochdim. Jangchilar degan guruh ochdim. Men aytdim, bolalarga aytdimki, bolalar sportga chiqinglar, birga chiqamiz, bitta vaqtda chiqamiz. Chunki bilamiz shundan foydaliligini, lekin qilmaydigan bo'lsa agar u keraksiz narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bugungi tadbirni tashkillashtirishdan ham asosiy maqsadki, keldingizlar, o'rgandingizlar, ertadan boshlab, mana erta ham yana dushanba kuni ekan o'zi. Ertadan boshlab albatta sport bilan shug'ullaninglar va bizni Ahad aka aytganlaridek sababchi bo'lib qolayotgan bo'lsak, o'sha narsani ajridan umidvormiz. Ustoz, endi mana eng zo'r savol berganlarga, mana hozir bu yerda bizning firminniy bloknotlarimiz, futbolkalarimiz bo'ldi. Keyin uchta kitob. Mana shularni topshirsak, esdalik bo'lib qoladi. Menimcha xursand bo'lishadi. Mana bu qora futbolkadagi yigitsiz keling. Keling, bo'la. Keling. Qarsak chalib turasizlar endi. Yaxshi ko'radi, juda aqlli yigit. Mana qaniydi, keling siz bu yoqqa. Ha, 11 yillik yosh turmush. Keling. Yaxshi kunlaringizga bo'lsin. Eslatib yuradi sizga bu. Salomat bo'ling. Baxtli bo'ling. Andijondan kelgan menimcha. Mana bu kenaymi? Ha, keling. Keling, kenay. Shuncha joydan Andijondan kelibdilar.
Albatta bu suhbatda sizlar to'g'ri tushuninglar. Bitta organizm deb hisoblaylar biologik. Bu yigit miya. Men tanaman. Bu yigit shu narsani tushunib yetdi. Kecha gaplashib olganimizda Shahzod qalay ekan? Aqlan rivojlanib ketding, jismonan qo'shding deganimda, aka aqlan rivojlanib ketganimni jismonan mazza qilishni boshladim. Inson kompleksni har doim oynaga qaraganda ko'radi-da o'zida. Oynadan qaraganda uy joylari joyida, cho'ta gelenvagen bor, oynaga qarasa ne to. Bu ikkalasini birlashtirdi, bu mazza qiladi endi. Absolyutno mazza qiladi. Shuning uchun bugungi suhbatimizni qanaqa suhbat bo'ldi deganinglarda bemalol gapiringlar. Aql bilan jismni ikkalasini suhbatini ko'rdik deb. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Bu kitobni ham berish kerak, podarka qilib bolaganmi? Senga beramizmi? Mabtasini. Xo'p. Mana Qashqadaryodan kelgan yigitga ham beraylik. Siz ham keling singlimlar. Mana ana qizni ham savoli yaxshi edi. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. O'sha yigit samda savolingni ber. Savoling qolib ketmasin ukam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, hozirgi kunda Ahad Xudoyorov ismi brend bo'ldi-da. Kim uni aytib bugun video olsa, Yaxshi. mashhur bo'lyapti. Смотря qanaqa yo'l bilan. Havas bilan hasad farqi bor-da. Albatta. Tushunish bilan anglash farqi bo'lgan kabi. Qara, mashhur bo'lgan insonni qaysi ism bilan taniding? Hasadchi desa. Yo'q, qaysi ism bilan mashhur bo'ldi? Qaysi ismni aytib mashhur bo'ldi o'sha bola? Demak, kim mashhurroq bo'libdi? Yasha, ishlayversin. Keyin yana bitta savolim bor. Mana adam hech qachon yo'q demaganlar-da. Yo'q demaydi ham. Tushunamni bilmayman, ular bilan gaplashishga parda bor o'rtamizda, qanaqadir. Pardani sen qo'ygansan, deyman. Ha, gaplashishganda uyalamiz. Gaplasha olmayman. Yaxshi, juda zo'r savol, ukam. Tabiiy narsa. Men ham juda uyalganman, juda tortinganman. Hozir nechiga chiqding? 18dan keyin tushunasan. Hozir senda shunaqa gormonlar shakllangan, faqat shu uyalish, tortinasan. Keyin qo'shimcha testosteronlar, uylanasan, adayni qiyinchiliklarni his qilasan. Xotining ozgina joningga tekkanda adayni do'stligini his qilasan. Ana undan keyin gaplashasan. Gaplashganda ham dardlashasan. Ilohim, u qarib ketguncha dardlashib yur. Mashalloh, kecha bir inson kirib kelibdi oldimga. Qani bir o'tiringchi dedim, yoshi katta inson ekan. Rozi bo'lsinlar, u inson omonat demadi gapini. Ismim palonchi pismadonchi. Xo'p. Belimda og'rig'im bor, sizni podkastlarimni menikini ko'rib yaxshi bo'lib turgan. Sizni so'zlaringiz bilan turdim dedi. Hayotimga tashvish keldi. O'zim 50 dan oshdim dedi. Ota 50 dan oshgan insonni otasini ko'rdim kolyaskada. Mashalloh, xursand bo'lib ketdim. Mendan nima yordam dedi. Men sizdan hech nima so'ramayman. Hunarim bor qo'limda. Videolarini qo'yib berdi. Shunaqa xarizmasi bor inson ekan. Men sizga dedi gumma qilib kelay dedi, gumma qilar ekan. Qoyil qoldim, gummasini yeb ko'rdim deb. Mag'rur insonda pul so'ramadi. Suhrob olganda, joy qilib berganda ishlasin bu odam. Kontentlarni yurg'izib berganda dedim, ishlasin bu odam. Demoqchi bo'lganim, mana shu qariganingni ham mazza qilib ota bilan gaplash. Hozir parda bor deb o'ylama. O'sha parda sensan o'zi. Teskari turib olgansan-da o'zingcha. Hayolingda. O'sha pardani chaqaloqligingda tutsang yaxshi bo'larmidi? Adang ko'chaga tashlab ketganda nima deding? Pardacha tutib oldingmi hozir? Qaysi gapingga nima qilmayapti adang? Eshitgisi kelmayapti. Eshitadilar, uyalaman, tortinaman. Qaysi gapni gapirgani? Nima bo'lsa ham, masalan, bilaman sizga armon bo'lib qolgan, otangiz bilan zalga chiqish. Albatta. Manda mana shu narsani xohishi bor, so'rashga ham. Billa chiqishdimi? Adang, nega endi so'ramaysan? Yuring, ada shu insonga ixlos qildim. Bitta ko'ring suhbatini zalga olib tush, men bitta adang bilan gaplashay. Yuring, ada, meni eshitasiz degan, so'rashni bil. Bu hayotda so'rashni bil. O'ylashni bilibsan, qara, juda zo'r o'ylabsan. So'rashni ham bil. O'sha va joyda nutq madaniyati kerak bo'ladi insonga. Diplomatiya kerak. Nimagadir diplomatik aloqalaring yaxshi emasligiga sabab переговорing yaxshi ketmayapti. Siz otasiz-a,
Mana siz otamisiz? Siz ha. Farzandlaringiz bor. Qarang, farzandlar nima xohlaydi? Negadir gaplashmaymiz. O'zimizcha chet ellik tilni o'rgatamiz, nimagadir ularning mentalitetidan ozgina olmaymiz. Ular do'stona gaplashadi. Shu bratanda beyzbollarga boradi o'g'li bilan. Bilasiz? Addenla. Gaplashadi, nima xohlaysan deydi. Nima gaplashmaymiz? Chetroq tur, tirikchilikda. Itak tashab ketgani yig'ib olsiz hamma tirikchilik. Gaplash davay. Mayli, oldiga borib to'polon qilib baqirsin. Yurayman, ixlos qildim. Men ko'rishmoqchiman shu inson bilan. Olib borayman degan. Kontentlarini qo'yib ber. Eshiting, qarang, mana adasi armon bo'lib qolgan ekan. Barmoq izi devorda qolgan ekan. Men shu narsaga xohlamayman. Men ulgurib qolmoqchiman shu narsalarga desang, eshitadi, o'g'lim katta bo'lib qopti deydi. Keyin adin ikkalan restoranga ovqatlangani borasan. Salomat bo'l. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizga ham sovg'amiz bor edi. O, maşallah. Rahmat. Bu mana jiyanlarga. Katta rahmat. Sizlarni ham bilamiz uni. Katta rahmat. Farzandlaringning rohatini ko'rib yurgan. Mana boya gapirganimdek, ayollar eshitsin, erkak kishini har bitta qilgan harakati sizlar uchun. Erkak kishi boshqa erkakni farzandiga olib keldi. Bo'lmasa foydani mendan ko'rgan. Qaranglar, даже bir-birimiz bilan biz qanaqa o'ylaymiz. Farzandimga olib bor deydi. Nahotki shu erkakning xizmatini qila olmaymiz, ertalab turib 40 minutgina. Nahotki kechasi kelganda so'ra olmaymiz. Qarang, adasi shu mana shu massajlarga, spaga borganingizda nima qiladi? Shu to'g'risida ozgina ma'lumot bering, o'rganib olmoqchiman. Nega? deydi. Men sizga qilmoqchiman deysiz. Bormaydiki. Rahmat sizlarga, salomat bo'ling. Shahzod, rahmat. Rahmat. Darsga tushamiz? Давайте.